Assalamu alaikum. Dünyanın arkadaş yerleriniki. Möhtürem vatandaşlar, hemminlağı Allah'ın salamı rahmeti boğay. Eğitimle hem mübarek boğay. Bugün programınınki riyasetçiliğinin başlanışını yani ben bulap kaldım. Abdülaziz biraderininki azırak zahmet olup kaldı. İlan söylüyordu inşallah. İlanda berilgende bugün dağıtanlığa Hecgala kadar programının devamı boğan Mescid-i Haram. Biz Mescid-i Haram deb köndük. Asli to'g'risi atılışı Mescid-i Haram ve Haram ayla to'g'risida program bo'ladi. Programını hozir qadar ta'lim qilayotgan ustoz Kerim Zahir efendi ikramimizda. Assalomu alaykum, xush keldi. Aleykümselam, hayırlı mübarek. Birga bo'lsin, rahmat. Aytma. Musafir qaytolmaykin deb bir zamonlar bir she'r o'qigandik. Bargan sira eğitim uzaklaşıp gittiğine okşayımız. Şuna kılıp hecgala kadar mezmununki vezinin eğirliği hatalıklarının nayet köplük tüpeyleden destek programının bir şeyde nurgun talepler bulansı mı? Lekin insanların yani bizim bu Kur'an menbelik din düşüncesininki Uygur arsıda yeni başlanışı boğulduğu için halkımızınki azim kılınmasını nazarda tutup bu programda keçiştirip en ahırda mecbur degidek bu temaga kirdik yana. 97. sanda turuptuk. İlgiri 96. sanının her birisi de Uygur tarihida devir bölgüç karakterlik fikirler, yeni düşünceler oturup koyulup geldi. Akıl egiler için nurgun ibretler ve ta'lim terbiye uçurlar menbeler verildiğin oldu. Hecgalaqlar ilgirki mezmunda sözlengenini tekrarlaştığın gayet yok. Bugünkü mezmunda Mescid-i Haram ve Haram ayla hakkında toxtalagan bolduk. Zaten Mescid-i Haram hakkında ve zaten onun mukaddeslikleri nerede? Nemisi mukaddes deyimiz zaten kandak bir cay o. Onun ismi nemisi ulu. Onundaki ibadet ve günah meyisetlerinden başka yerlerden boğan farkı zaten var mı yok mu? Mesela ilgili kapırlar ve müşrikler kirişçeklengen deyilgen sözler bulungan bunun menbesi yoki asası var mı? Şundak boğan takdirde ve keyingi yakın zamanki mezgillerde Mescid-i Haram'ninki başkaları mı sayar şekilde içiltilgenligi ve hatta Xitoy tajovuzchilarining mı u yerlarda video taqtib o'ziniki shu Kabe'ga qarab turib kulib yeyib maza qilib chiqib ketgan videolarini ko'rgan bo'ldik. Yani bunun sebepleri nimenin alametleri bular. Qanday qilib ularni baralaydigan bo'lib qoldi. Meselelerimiz zaten ziyorat qilish buyurilgan bir amal mı? Ondan başka mesela Kabe, Safa, Merve, ihram bağlap giriş, Zemzem qatarlıq şununla alakadar mezmunlar hakkında tefsirli toxtalışqa ihtiyacımız var. Söz sizlərdə merhamet. Assalamu alaikum, dünyanın yaklaşık yerlerde görmez kardeşler. Hem Allah'ın geçen Kurban Bayramı mübarek olsun. Ötkende mescid doğruluk toxtaldık bir kur. Hem de mescidlerin içinde Mescid-i Haram deb şu haramdaki mescidni kösüdüğün bir mescidniki ismi doğruluk toxtalımız. Ondan keyin Haram ayla haqiqat toxtalımız. Eğer vaktimiz yana eşip qalsa həcci fəaliyyətdəki münasibətli toxtalışımız mümkün, amma aşmaydı deb oylayman. Bu iki söz bilan bugünkü dərs tamamen tügüşü mümkün. Kelərki dərsdə inşallah şu həcci fəaliyyəti, ihram deyimiz, şeytan taş etiş deyimiz, qartaşın suyu deyimiz və hakaza nurgulluğan o yerdə nəslər var. Onu hem de birləb sözləb gələn vaxtda yamancıq bir nəs çıxdı. Mən bu şu dərsini başlaşdan aldıda qalğan bəzi bir ibadətlərdə 30-40%, 20%, bəzi 50-60% özü xoşluq etken bolsa sırtdan bu həcci fəaliyyətində, yəni həcci münasibətlik nəslərdə, yəni 90% xoşluq etkilik degandim. Şunun için o 90% şakal, yani əxlətinin özünü ağrıb, mənə əslində mağuti dep buluş biraz qiyin toxtaydı. Şunun için küçümüzün yetişti, hazır mı şunu taz mükemmel bulup ketmesin herhalde bir
tunuşturup ötümüz. Ama davamlılık şu sahalı toxtuluş arqılıq onu mükemmelleştirimiz bağınca inşallah. Məscid-i Haram. Hem de bu yerde bu Kəbini hazırki vaxtda bütün Müslümanlar Kəbini Məscid-i Haram deb qaraydı. Hem de bu Məscid-i Haram degan sözün özünü bir düşünüp ötüş gerek. Bu bir atalgı. Məscid degan kelime itaat qilish o'rni, itaat markazi degan ma'noni bildirdi. Sajda deganning o'zi masalan Fasajada degan Qur'onda nurg'un oyatlar chiqadi. Sajda qilinglar degan oyatlar chiqadi. Ashuna hammasini nima desa bo'ysuninglar. Masalan daraxtlarmi Allohga sajda qiladi degan oyatlar bor Qur'oni Karimda. U nimani bildirdi desa va shamsu val qamaru yasjudan degan oyatlar bor. Ashuna hammasi oy, yulduz, daraxt to'g'riliqmi bor bu to'g'riliq Allohga, Allohniki tabiiy qonuniyatiga bo'ysunadi degan ma'no chiqadi. Shuning uchun bu yerda masjid ismi makon nimani bildirdi desa bo'ysunish markazi, ya'ni itoat qilish markazi degan ma'noni bildirdi. Harom degan so'zning o'zi cheklama degan ma'noni bildirdi bizniki tilimiz bo'yicha. Ammo turklar yasoq deydi ekan misol. Bu nima degan gap desa, ya'ni bir yerda yana haramdan iborat, ya'ni Makkadan iborat bir shaharning ichida qandaq ishlarni qilmaslik haqida belgilamalar bor. Masalan, u yerda fala rafasa vala fusuqa vala jidala fil hajj degan o'zi oyatlar bor. Buni biz shu haj faoliyati ni so'zlagan vaqtida nima qilamiz, ya'ni qayta takrorlaymiz buni. Ya'ni u yerga borgandan keyin u Makka shahriniki tuzumiga bo'ysunish degan bo'ldi. Ve cedel çıkarmaslık, başkalarına hakaret kılmaslık degandek özü bir tüzümler var. Şu tüzümlerin özü neymi degan vaqtda buni haram deydi endi. Haram deganning o'zi yeydigan, ichadigan narsaga qartilgan narsa emas, aşağıda qilishga bo'lmaydigan ishlarni ko'rsatdi misolda. Shuning uchun bu yerda bu Masjid-i Haram degan bu ikki so'zni bir yerga keltirgan vaqtda nima bo'ldi degan vaqtda, ya'ni qonun chiqarish, yani insanlarniki itaat kılgan merkezde kanun merkezdeki mescid deganning o'zi insonlarniki itaat qilish merkezi olsa haram deganning o'zi haram o'zi nimalqi qonun degan ma'noni bildirdi bir tarafdan. Shu hozirgi ani qilinglar, mani qilmang degan so'zning hammasi shu qonun yoki prinsiplarni o'z ichiga oladi misol. Çeklimeler, hem de hani uçuk nemesi tercihimiz çeklimeler diyen ma'noni bildirdi. Tüzüm ve belgilemeler de düşünsek bulam da. Çeklimeler desek bo'ldi. Şu udul tercihimiz açlaq bo'ldi. Hem de bu yerda bir davlatda misol biz Istanbulga sayohatga borsak, Istanbulga Türkiye'nin qo'ygan o'zi nimalar bor, hamda qonun qoidalari bor. O qoidalarga bo'ysunishimiz kerak. U yerga borgandan keyin o Istanbulning tuzumiga bo'ysunishimiz kerak. Qalaymuqanchilik chiqarmasligimiz kerak degandek ashaniki İstanbulni ziyorat qilgan inson, ziyorat qilgan insonlarga bergan bir nimasi bor, qo'llanmasi bor. Hamma yerga unda qo'llanmasi bor-ku. Ayaga beringlar, mayaga beringlar deydi. Masalan, bir ko'lni qirlarga borsam, nima Angliyaning o'zida, ammo bizning bog'chilarda bor, shunday qo'llanmalar bor. O qo'llanmada ko'lning ichidagi baliqni tutsanglar bo'lmaydi deydi-da, misol. Tüzüm qoid tüzümler degan gap. Yana bu yerda kavob qilsanglar bo'lmaydi misolda, bog'chining ichida kavob qilsanglar bo'lmaydi. Bir narsani ekib yesanglar bo'ladi, uni axlatlarni bu yerga chachsanglar bo'lmaydi degandek qanday tüzümler bor endi. Endi bu Masjid-i Haram deganning o'zi mana shu insonlarning itoat qilishi uchun tüzüm chiqargan bir markaz degan ma'noni bildirdi. Mana shu aytgan vaqtida. Shuning uchun buni insonlar o'ylaydi, Masjid-i Haram desa, u boshqacha bir narsa kallasa bu sohadagi hukm aslo mavjud emas endi. U yani qoida yo'siniga bo'ysunadigan bir narsa deb undaq tushunmaydi. Bu Masjid-i Haramning o'zi hozirgi vaqtda faqatla shu nimani Kabe'ning o'zini, yana haramning masjidini
insonlar Masjid-i Haram deb ataydi. Boshqa hech qanday yerdagi narsani bir masjidlarni Masjid-i Haram deb qaramaydi. Chunki u butunlay shu sinib ketgan bo'lg'achqa bo'lganda endi bu masjidning o'zini o'tganki darsning o'zida shu masjid to'g'ri to'xtaldik. Bu masjid sog'anga hozir 5000 yil bo'lgan masjid misol shu. Aşağıda Kabe. bizden atılıp köngen narsimizde Mescid-i Haram deyimizço. Ha. Haremge vardık, haremge vardık deyimiz endi. Ha. Ama asli to'g'risi Mescid-i Haram. Ha. Shunday mı? Masjid-i Haram. Masjid-i Haram shu uni haram degan so'zning o'zini ma turkning tilida to'qinilmaslik degan bir so'zlar ishlatildi bularnikida. Bizda insonlar chekilsa bo'lmaydigan shunday muqaddas bir narsa degan bir ma'noga to'g'ri keldi. Shu Masjid-i Haram degan kelimadan u masjid alamet o'z bir ulug' masjid holatida mana bir bir ta'sirini berdi haram degan kelima. Muqaddas. Muqaddas endi insonlar unga chaqilsa bo'lmaydi, uni zoti nihoyat endi shu ilohning o'rnida shunday bir endi ulug'lash lozim degan o'xshash shunday uni berib menda quchoqlab olsa, haram bo'lgan vaqtingizda ko'rgansiz balki mana shu nurg'un odam menda quchoqlab menda turib olib endi huzurlanib ketadi balki menimcha. Aşağılıqı nima qaralatlarga eslib, ashundaq yig'lab, ashada endi ayda qilib keldim. Inson ashunchalik ojiz narsa ekanki, shu quruq toshdan endi o'ziga bir narsani tilayapti endi. U toshdan uni hech qanday ovozim chiqmaydi, ya qilib bera, ya qilib berma, ya mana neri deydigan bir narsa chiqmaydi odatda. Ashlarni ham bu yerdagi narsa nima degan vaqtda aslida u haqiqiy ma'nosini tushunmay turibdikan. Qarg'ulash cho'qinish. Misol bizniki vatanda, Tarim tarafda o'tganda bir qatim bir degan esimda bor. Hajanam degan bir mazo bo'ldigancha. Hajanam degan mazoning o'zi u nimishqa qosibi hajanamniki hozirga desak, İbrahim alayhissalomning ayoli Hajar onaniki mazirmish. Hajar ona uni qo'yadi nimishi bor misol. Şunun namını satkan getirdi. Şunun namı da aşağı qilib bir pul tepish uchun, jambaq uchun bir 6-5 aşağılıqı qarqosak desek, xalqni aldashni biladi. Shu aldamchilar aşağı qilib, ayndaq bir narsa deb xalqni aldab yurganda hamda. Ashta o'xshash hamda inson hech narsa bilmaydigan, uningdagi ismi qarab lekin Masjid-i Haram desa ajoyib bir o'zi bir narsa deb o'ylaydi. Ammo bu undaq narsa emas. Bu mescid insanlarniki şu vaqtda misal İbrahim Aleyhisselam zamanında İbrahim Aleyhisselam aşağı sağa vaqtda şu Kur'an'ın özü var. Sen ve'azzin degan şu kelimeli keladi bu. Sen öz e'lon qilgin atrofdagi insonlarga, ular o'z uloq mingan holat piyoda bo'lsin, ashunday keladi bu yerga. Ular o'zining manfaatlariga hozir bo'ladi. Ya'ni o'zi aşağı kelib so'z-set qildi emasmi? Ticaret qiladi, unda bo'lgandan keyin foyda manfaat oladi, shunga hozir bo'ladi, shuni ko'rdi ko'zi bilan degan gap hamda. Shuning uchun o'zi nim qildi hamda. Shu vaqtning o'zida İbrahim alayhissalom shu chaqa degan bir eg'iz kelimani o'zi suiiste'mol qilib, insonlar hozirgi vaqtning o'zida butun dunyodagi insonlarni aşağı berish, chaqirishdan iborat bir chaqiriqni yo'l qo'yayotganda aslida bu nima degan vaqtda İbrahim alayhissalom bu masjid sağa vaqtida, Kabin sağa vaqtida o Kabinning o'zimi o'sha nimalniki, Sumerlniki, o'sha ibodatxonasining shaklida chiqarilgan. Sumerlniki nimasini ko'rsa, o'sha asonati qilniki suratlarni ko'rsa, o'sha Sumerlniki ibodatxonasi shunday egizligi nima o'sha Kabinning shaklida. Kabi deganni aslida ko'p deydi, biz küp demdik bunu. Küp. Bizim küp elqibi küp bo'ldi-ku, anda küp desek, su quyib. Şunun o'xshab ketgan narsam degan gap. Bu bizniki jumbuloq. Lekin 4 osmoning o'zi egiz. Küp. Bu nima o'zi bunda sal tar, lekin egiz. Shu Kabining o'zimi taxminan 15 metr atrofida keladi, shunday uningdan egiz miqdor ya. Ancaq egiz narsa ekan. Narsim yo'q. Kengligi unchalar keng emas, misolda egizligi kengligidan egiz misol. Ancaq turdi endi.
Şu Sumer'deki hem İbrahim Aleyhisselam şu yer yaşayan adamlar olgandan keyin aşağıdaki şu kaydı boyunca o öyle selep aşağıya kılgan ki ama o yerin özüne şu etraftaki insanlar aşağıda bir özü başkuruş ornu kuruş ve insanlara anı kılınlı manı kılmalı dep şu yerdeki insanları idare kılış merkezinin özüne ve idare kılış için o yerdeki bayıkı degen okşaş kanun prensip yani özü kanun kaidelerinin özüne tüzüp çıkışı çıkırgan bir öykü kıganlığının özüne Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetliğe asasen aşını bildirdi. Bu onun için veya da şu 5000 yıl dep kılışını sebebiyim diye vakıda İbrahim Aleyhisselam aş öyle sağlığı 5000 yıl boğan bozumu fakat etrafındaki insanlar o Kabe'nin özüne ziyaret kılıp mesela Mekke Medine onun etrafı Taif deyimiz aşağıda bir tip turgay 5-600 metre 5-600 kilometre dairedeki insanlar yani ziyaret kılan ama onun sırtındaki mesela İbrahim Aleyhisselam'ın balısı İshak Aleyhisselam olsun onun nevrisi Yakup Aleyhisselam olsun hiç kalsı uyaya ziyaret gelgenlik doğru hiç kadar bir ayet yok. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ulanın kavimleri mesela ulanın ümmetlerinin hiç kandak bir insanlarını ki Kabe'ni ziyaret kılış doğru hiç kandak ayet yok. Nima için diye vaqtda ulanın ki Kabe'ni ziyaret kılış kıgallığı hakkındaki ayetin bulmaslığı ular her birisi özündeki şu rayoniga o halkını başkuruş merkezini şu yerga kurgan. Mesela ötkenki dersde dedik Musa Aleyhisselam Mısır'ga bir öyle selip şu yerda Bani İsrailni kandak kutkuzumuz. Şu yerda meslet kılıp anı kısak boludu, manı kısak bolmaydı dep şu yerda özü kanun kaidelerini çıkarıp şu nimeliki cemaat erbapları bilen biz 25 demdik o. Aşna oruç nemi bilen adamlar bilen bir yer topluşup özü o halkını kandak kutkuzumuz, karşı kısak doğru oldu, karşı kısak hata oldu degендek meslet kılıp aşında özü insanların doğru yolu yetekleş için selingan öy. Musa Aleyhisselam'ın devrinde hem İsa Aleyhisselam'ın devrinde nime Davut Aleyhisselam'ın devrinde sanmak yok. Keyin Süleyman Aleyhisselam'ın devrinde özü aşı Beytül nime Süleyman mabedi deydi onun özüne. Azır Beytül Mukaddes orun dep qaraydı hem de aşağıda bilmeyimiz onu enik bir aş dair dendi. Süleyman Aleyhisselam şu yerdə bir öýünü salıdı. Aşnyň bilen o padşahlygyny aş öýdün nim kılıdı. İdare kılıdı. Bu da Sultan Süleyman aş Topkapı Sarayda turup Osmanlı imperiýasyny idare kılgandek bir iş hem. Hazırkı Amerika Aksaray turup idare kılgandek bir gep hem. Bu muşu noktaları hemmesine düşengen vaqtda bütün peygamberler Kur'an-ı Kerim'de zikir kılıngan peygamberlerden 25 peygamberniki birisi bolgan İbrahim Aleyhisselam sağan ve onundan keyin u ýerni ziyaret kılımı o İbrahim Aleyhisselam'ın kip tuğanlığı tılga elinmaydan kegen degen sözler bar. O ýerde ataýyn ziyaret kılıp kegenlik hakdaki maglumatlar yok. Peygamber Aleyhisselam'a hicretin 8. ýyly kegen vaqtda nimene Mekke'ni fetih kılgan vaqtida şu Mekke'ni fetih kılış sebäbinden u ýerni ziyaret kıldı. Kelerçilisi Ebu Bekir'in evetken vaqtida u ýerdeki Mekke'ni işgal kılıp durýatkan Ebu Sufyan başçylygydaki u ýerni kontrol kılgan adamlaryny kontrolüni koldan ele öliş üçin özü nemenin özüne Ebu Bekir'ni başçılık evetdi o ýerge. Şu ýyldan başlap o kagallar o ýerni idare kılış üçin o Mekke'ge kirsip bolmaýdy degen Kur'an-ı Kerim arqada onda ayetler bar meselde. İdare kılış için kirsip bolmaýdy ýerge. Emma özü o ýerni ziyaret kılış wakyza iş kandak çeklenigini yok. Bunun için o ýerge pakatlykin nime iman etgan emas, musulman bolgan. Yani özü iman etsin etmesin İslam prensipini kabul kılan her kandak adamlarını kiralaydyganlygy we bozgunçylyk kılmasa Kur'anda bar go. Fala repese ve la fusuka ve la cidala fil hac deydi mesela. Aşyany ziyaret hac degen ziyaret kılış diyen gep. Aşyany ziyaret kılış jaryanynda bir adamny hakaret kılmasdan, pişni pasat termasdan we jedel çıkarmasdan tiç aman kilip koňuny kysyp tiç aman özüni ýutup gaýsy bolady diyen gep. Ýani onda nemisini desek. Aşındak özü manany bildirdi. Şunun için bu ýerdeki Mescid-i Haram degen iki kelime haqqy toktalgan wagtymyzda bu özü bütün dünyadaki insanlarni ya bütün dünyadaki men musulman degen insanlarning özüni tamamen bir ýerge keltiriş maksady selingan öý emas ekenliginiň özüne Kur'an-ı Kerimdeki bütün peygamberlerniki
hayotini va ularning ummatlariniki o'sha haj qilish uchun yoki kelishganmaslik yoki o'sha qarab namoz o'qimaslik ishlarining hammasini Qur'oni Karimdan biz o'zi tahlil qilib chiqqanimizda bu butun insoniyatniki markazi emas ekanligining o'zini, shu atrofdagi insonlarning markazi ekanligining o'zini buni bildiradi degan gap. Qiblaning o'zida shu nimaniki Makkaning atrofidagi insonlarning o'zini sizlar o'sha atrofda o'sha atrofni qayerda bo'lsangiz shu Ka'ba Masjid Haram taraf qarab namoz o'qing deydi. Yana uning oxirgi oyatida mashriq mag'rib hammasi Allohniki. Qaysi taraf qarab o'qisangiz bo'ladi deydi Qur'on. Buning o'zida nima degan vaqtda u atrofdagi insonlar hokimiyat ashada bo'lgandan keyin asha qarab o'qisa degan ma'no chiqadi. Boshqa yerga insonlar cho'nsa qayoqqa qarab o'qisa bo'ladi degan ma'no chiqadi. Eğer öz kerak olsa o'ziniki nimasiga itoat markaziga qarab o'qisa bo'ladi degan ma'no chiqadi. O namoz o'qishning o'zimi asosan nimada u ko'pincha yerida nima bo'ladi degan vaqtda insonlarga va'z nasihat qilish, insonlarni yaxshi tarbiyalash, markazini hokimiyatni kuchlantirish uchun ham markazga itoat qilish va hokazo ishlarni o'zi tushuntirdi insonlarga. Mana shunday bir narsani bayon qiladi. Qur'onda ko'pincha yerda namozniki zikrning o'zi zaten oxirsida keldi. Shu zikr degan kelimaning oxirsida insonlarga nasihat qilish haqida keldi misolda. Shu so'z jumlaning o'zidami ular nimqandan keyin namozni o'qib bo'lgandan keyin nimalqi ya ayyuhallazina amanu ya iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi va zarul bay' zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun degan oyatning o'zida aşağıdaki zikri, nasihatni qabul qilish uchun kelgan gapda nasihat anglash. Chunki u vaqtda radio yo'q, televizor yo'q, gazet jurnal yo'q. Berib bilim egallash uchun shu markazga berib, shu yerda u odamning gapini tinglab, ishmayat, mayagichilik deb u yerda bilimni aynoq egallaydigan zamon endi. Hozir to'g'ridan egallasak ham bo'ldi-ku. U vaqtdagi sharoit ashunga nima qiladi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda birinchidan bu Masjid Haramniki bak o'zi nihoyat ulug' qilinib ketishiniki sababi bu haram degan kelimaning joyida ishlatilganlikdan bu haram deganning o'zi to'qinilmas arab turklarning gapiga. Bizda endi nima deymiz shuni aniqlaymiz. Tekkilinmaydigan. U endi nihoyat muqaddas bir o'rin degan ma'noda endi shu nihoyat ulug' bir yer degandakda yoki uning ya u to'g'ri gap qilish bo'lmaydigan yoki uning o'zi bir narsani moddiy narsalar bilan zarar verish bo'lmaydigan shunday moddiy ma'naviy uning hech qanday tegishli bo'lmaydigan bir o'rin degan bunday ma'noda tushunib olgan. Tushunganlik uchun insonlar uni bak ulug' o'rin aşağıda o'lib ketsa, aşağıga ketib o'lib ketsa, aşağıga pul tashlasa, nihoyat katta savob bo'lib berdik. Menda nurg'unlagan nimalarni o'zi kallasi qachilib olgan zaten bu mollimi uni shunday izib uchirib etgan endi. Shuning uchun bu yerdagi bizni tushunib olganimiz nima degan vaqtda Payg'ambar alayhisolamning zamonasida insonlarniki o'zalki itoat qilish markazi qatorda bo'lgan. Payg'ambar alayhisolam vafot bo'lgandan keyin zaten shu Makka Madina shu nimaniki davlatniki markaziga yana birisi diniy markaz olsa, bir siyosiy markaz holatda shunday o'tgan endi. Keyin nima Muaviyning zamonida kelgan chaqda Makkani yana haramni yo'tkab, haramni haram joy qilib qolsin, lekin o'zi shu hozirgi Baytul Muqaddasning o'zini haram qilib, insonlarni ashayani savob qilishga buyurgan. Misolda uniki bir tarafdan qarasak, bir dinni buzg'unchilik qanday ko'rinsimi, amaliyotda u odamlar Qur'ondagi shu narsalarni tushungan odam ekanda shu vaqtda. Tushunganlik uchun o'zining hokimiyat nada bo'lsa, shu yerdagi hokimiyat belgilab bergan yerda harakat qilish insonlar buning o'zini yo'l qo'ygan. Bu asli xato emasligi ashyadan chiqadi endi. Yana bir Qur'ondagi bir oyatda yuzingni Masjidil Haramdan nima tarafga ya astagfirullah. Baytul Muqaddasning haramga yuzingni işte bu oyat nima qildi? Qiblani o'zgartirishga alohida bir oyat bor.
Uningdagi Bunun muddağı nima nimada? sizlar yuzingni u haram tarafga qarab qilgan yaxshilik qilgan emas. Yaxshilik degan Allohga ishonish, yaxshi ish qilish va hokazo degan oyatlar bor. Ha. Şu men amene billahi vel yevmil ahir ve akame salatu ve ate zakate fehallu sebilehum degan aş oyatning o'zida nima deydi desa, u mashriq mag'rib taraf qarab o'zi namozni o'qib qo'ygan u yaxshi qilganlik emas u. Uni yaxshi ish deb hech qanday o'zi. Ya, Albatta o ibodat ayet bu yaxshi başka. ish qatoriga kirmaydi. O ayet başka. O ibodat boshqa, ibodat o'zi amal emasda u. Ha. Lekin ben adım bak kıblık alakadar soğuratkanlarım. Alakı yüzünü mayandan ayağına karatınlar deyip aşında aranlardaki insanlardan ki bazılarına ne kılışarak nifak var insanlarını ayrış üçündür diyerek bir ayet var. Ya u yerdagi hamda Allohga ishongan inson Alloh qatirib qarsang bo'lib desa shu taraf qariyalaydi degan gap hamda. U Allohniki buyruqqa bo'ysunadi. Uniki iymoni bo'lganligi uchun Allohga ishonchsiz bo'lganligi uchun ular buyruqqa bo'ysunadi. Uniki o nimada Allohning buyrug'ini talash tortish qilmaydi degan gap. Ham ishonmaydiganlar desa bir mazgil matrab qarab namoz o'qiganchada unaqa ma'qul deb nima qilgan bo'lsa, matrab qarab qanday gap bu? Deb bunaqangi putoq tepib, lekin yo'ldan chiqargan ishlar bo'ladi. Ammo Alloh ishongan odam bunday qilmaydi. Qatirib qarab namoz o'qisa, zot Alloh uchun o'qisa bo'ldi u degan ma'no chiqadi bu oyatdan-ku. Mana. To'xtab qoldimi? Yo'q, men aytdim, men ovozini bir tekshirib boqasizlar, nima qilasizlar? Hozir hali Ahmadcha aytgandan keyin ovoz hali suzuk kelyotidi. Ha. Bek g'ashguzchi. Şu bu yerda bu ishqital kelimani Masjidil Haram degan bu kelimaning o'zini qilgan vaqtida Qur'onning o'zidami va likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu degan o'sha oyat ikki yerda keldi bu oyatlar. Bunda bir oyatlar bor endi. Har bir millatga bir mansakning o'zini qilganligi. Mansak degani urf odat degan ma'noni bildiradi. Urf odatni qilganligi u urf odatga o'zi urf odat nimasida, doirasida insonlar Allohni yana bir mushuni keltirgan yana bir oyatning o'zida Allohni shu urf odat ichida zikr qiladi degan ma'no chiqdi. Ma'noni bildirgan nimalar bor-da. Bu nimani bildirdi desa, masalan, har bir millatniki o'ziniki muqaddas bildigan bir o'rinlari bor. Bizning tariximizda Türkiye milletlerindeki tarixida masalan şu nimalqi o'tgan deydigan go, şu burunqi şu merkez, şu o'tganni merkez qilgan bütün o'zi Türkiye milletler o'ziniki ma'naviy ruhiy ozuqini şu o'tgandan olgan gap. U yerdagi masalan ulug'larning nimasi bo'lgan, ah bo'lgan, ko'h bo'lgan deb nurg'ulgan mesela o Yapıl'ın samuray ruhi degandek, o'tgan ruhi degandek ashunday narsalar bizda burun bo'lgan. U narsa nimani bildirib desa, har millat o'zining milliy ruhini saqlab qolish va uni davomlashtirish uchun bir narsa barpo qilgan shu vaqtning o'zida. Xuddi shunga o'xshash bu arabning nimasimi? Bu Masjid Haram degan bu iboralar shu vaqtda arabniki markaziga aylangan. Ham u yerda arab nima qilib degan vaqtda o'ziniki milliy ruhini, arab milliy ruhining o'zini tirildirish ya birlik keltirish uchun bundaq bir narsani qo'llanishga to'g'ri kelgan gapim. Hozirgi davlatniki markazdimi bir tilni bir yerga keltirish, madaniyatni bir yerga keltirish uchun hukumat shuni kuch chiqargan o'xshash bu markaz ashunga o'zi insonlarni yetaklaydigan gap. Shuningga bu yerda Masjid Haram desa, u boshqa bir narsa tushunmaslik kerak. Bu yerda insonlarni boshqarish uchun qonun tuzum chiqargan bir o'rin desa, u nayt to'g'ri bo'ldi. Shu vaqtda u insonlar qanday bo'ldi degan vaqtda u haramning masjidida atrofidagi qabilaning cho'nglari kelib shu yerda o'zi nima qildi? Tuzumni chiqargan gap, bir yil mandaq tijorat qilamiz, falon vaqtda urush qilmaymiz, ular ikkinchi nimasi deymiz ashuni. Mana shu narsalarning hammasini chiqargandan keyin insonlar shuning ostida o tuzumlarni har yerga tarqatgandan keyin mana shunday o'zi bir yil mandaq qaror elindi degandan keyin insonlar shundan qarta ish qilgan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Masjidil Haram degan so'z
insonlarni boshqarish uchun andaqilqi qoida prinsip chiqaradigan bir markaz degan ma'noni bildirdi. من باید ماسل دیگه آیات لماید با که من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون degan mush oyatning o'zidimi Masjid Haram tarafga qarashning o'zini aşağıya endi qarash deganni yuzonni ash tarafga burangli degan so'z davomli ash tarafga qarab turingli degan ma'noni bildirmaydi. Ash tarafga itoat qilish ni bildirdi. Chunki u qonun prinsip aşağıya chiqdi. Aşağıdan chiqqan qonun prinsiplarga itoat qilish degan ma'noni bildirdi. Itoat qiling degan ma'noni bildirdi. Yana ma o Sura Baqaraning 177 oyatida ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Yani şu ahirgi gıçılık muş ayetinin özümü yüzünü meşrik mağrib qartib qo'yganlik, atraf qarab namoz o'qib qo'yib, matraf qarab namoz o'qiganlikning o'zi bir yaxshi ish qilganlikqa kirmaydi. Qur'onning nemasi. Chunki u ibodat yaxshi ish emas, faqat ibodatni bildirgan nima. Yaxshilik degan nima degan vaqtda Allohga ishonish, oxiratga ishonish, malaikalarga ishonish, kitoblarga ishonish, payg'ambarlarga ishonish va atal mala ala hubbihi. O'z yaxshi ko'rgan mollarning o'zini kishilarga xayr ehson qilish. Zavil qurba, yani yaqin urug' tuqqanlarga, yetimlarga, miskinlarga, yo'lda o'zi pul tugab ketgan o'zi yo'lovchilarga, soillarga va firriqob qul ozod qilishdi endi u vaqtdagi nimada va iqomat salat va yordam qilishdi, ya'ni hamkorlashishda ishiltish va atavuz zakot deganning o'zi mo'shniki nemasi yana zakot berish yana bu yerda. Val mupun bi ahdihim va'siga vafo qilish va nima qilgan vaqtda kelishim tuzgan vaqtda kelishimga vafo qilish, qiyinchilik sabr qilish, jafoga chidash. Mana mushuning o'zi bu nima degan vaqtda yaxshi ish qilganlik deb Alloh taolo buni atadi. Chunki u nurg'un insonlar va kechida namoz o'qiyotgan, 5 namoz o'qiganni yaxshi ish qilganlik deb qaraydi, yaxshi amal deb qaraydi. Qur'on uni yaxshi amal deb qaraydi. Amal deganni amaliyat qilgan ish qartildi. U ibodat amal emas u. Shuning uchun bu ibodat bir odam Allohga ishongan bo'lsa, o'sha yuqorqi Allohga, payg'ambarga, kitoblarga, oxiratga, malaikalarga ishongan bo'lsa, u ishongan odam namoz o'qisa bo'ldi, ro'zasi bo'ldi, bu o'z ibodat hisoblanadi. Ammo bu ibodat hech bir zaman amal hisoblanmaydi. Ibodat boshqa narsa, amal boshqa narsa. Amal deganning o'zi boshqa odamga yaxshilik qilish, uning o'z iqtisod jihatdan yoki hech bo'lmasa ilmiy jihatdan bir yaxshi bir maslahat ko'rsatgan bo'lsa, bundaq o'zi ishni qilish, buning o'zini nima deydi desa, yaxshi ish qilish deb ataydi Qur'on. Asli aşı silbati degan shu ibodatlar, aşı amallarni qilish uchun odamni hozirlik, shuni hozirlaydi-da, texmi yaxshi qilish uchun. Bu halqa ibodatdagi maqsadi zaten Allohga bo'lgan samimiyatni ko'rsatishdan boshqa bir hech qanday narsa emas. Shuning Qur'onda namoz o'qish degan nima vaqtda aqimis salat degan vaqtda uni oxirida lizikri deb qo'yilgan. Namoz o'qishning maqsadi nima desa, Alloh taolaning qoida prinsip, Alloh taolo insonlarga tushirgan qoida prinsiplarni xotirlash uchun, esiga elish uchun u namozni o'qiydigan gap. Misolda uning uchun bu yerdagi narsa nima desa, uni xotirlash amal hisoblanmaydi. Uni xotirlash hisoblanadi. Uni amalga oshirgan vaqtida, amaliyotda qo'limizni tutib qolgan vaqtida u amalga aylanadigan gap. Shunga halqi Qur'onda masalan val asr surasida val asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu va amilus solihat. Amanuni keyindan iymon keltirgandan keyin uni o'zi iymon keltirgan odamlar u yaxshi ish qilganlik bo'lib demasdan yaxshi ishni ham oxirida takrorlaydi Qur'onchi. Chunki iymon keltirish, ibodat qilish u ayrim bir narsa, yaxshi ish qilish ayrim bir narsa degan.
Yani emel bir maksat, g'oya, o haligi ibadetler o bir vosita haligi shuni yetadigan desak to'g'ri bo'lamda? İbadet hem de aşında sen bolup zeken ki biz misal devletniki nemizde mesela hazır biz Angliyada yaşayapmiz. Yolda biz maşina haydap ketayotgan vaqtda yo'ldagi qonun prinsiplarini, qonun tuzumlarining o'zini qarab mayli 20 ming debdimi, 30 ming debdimi, ma yo'lga kir debdimi, kirsang bo'lib debdimi, kirsang bo'lmaydi debdimi misolda. Hmm. Odam o'tgan yeri var mesela. Odam o'tayotgan vaqt to'xtamdiq, to'xtamamdiq, ash narsaning hammasi neki qonun tuzumlari var. Mesela şu tuzumlarga bo'ysunish, shuni xotirlab kallasida tutib menish o odamning vazifasi degan gap. Bu namoz o'qishdagi maqsadni Alloh taolo ashtaq bayon qilganda, namoz o'qishda Qur'on o'qildi emasmi? Aha. Qur'on o'qilgandan keyin Qur'ondagi Allohning prinsiplarini insonlar xotirlash uchun uning o'zini o'qiydigan gap bo'ladi. Degan gap endi. Anaqa vaqtida. Şoňa ki salat kelimesiniki fakat namazla emas, bu yerde nurg'un yerinde misal inna salate tenha anil fahşai vel munker degan aş ayetning o'zidimi? Namaz deganning o'zi nima desa, kishilarni yaxshilik bo'rib, yomonlikni to'sishning o'zini uchun namoz deb bayon qilgan Qur'onda. Hmm. Demek salat kelimesi mayli moddiy jihatdan bo'lsin, mayli ma'naviy jihatdan bo'lsin, insonlarga yaxshilik qilishning o'zi hammasi nima desa salat. Ya'ni kishilarga bilim o'rgatish, kishilarga yaxshi o'z maslahatlar berish, masalan ma'naviy jihatda, moddiy jihatdan bo'lsa, masalan iqtisodiy jihatdan yordam qilish yoki ko'tarolmagan narsani ko'tarib berish, yoki salomga o'ylari bo'lsa, birga o'zi nima qilib yordam qilib unga o'y setishib berish degan o'xshash nurg'unlagan narsa bor. Buning hammasi nima desa salat kelimesiniki turlari kiradi. Misolda buniki eng tövünü, eng o'zi insonlarniki hamda shu qilolmay qo'lni hech qanday ish kelmaydigan odamning qildig'ini faqatla shu namoz o'qish bilan bo'ldi. Namoz o'qish bir odam masalan kallasida ham Allohning shu prinsiplarini xotirladi, ham bir odamga yaxshi ishlarni qilib berdi. U odamlar natijasi yuqori bo'ldi chunki amaliy ish qilgan odamlar bo'lganligi uchun ham unda qishli qo'ldan kelmagan odam bu yerda o'ltirib namoz o'qigan bo'lsa, u vaqtda o adamlarga savob bo'ladi. Chunki u namoz deganning o'zi qilsa savob bo'ladigan, qilmasa gunoh bo'lmaydigan bir ibodat bo'lgandan keyin, qilmasa jazosi yo'q, undaq ibodat bo'lgandan keyin u undaq nima qilgan gap. Shunga Qur'onda masalan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun va yamnaunal maun degan oyatning o'zidimi? Ashalik salat kelimasi yetim yesirlarga yaxshilik qilishni buyurdi misolda. Yaxshilik qilishni salat yani yaxshilik qilishni to'sqan odamlarning holiga voy deydi musalli degan fawailul lil musallin degan oyatning o'zi. Shunga bu yerdagi masala nima degan vaqtda yaxshi nima ibodat bilan amalni bir-birisiga aslo solishtirib bo'lmaydi. Ibodat o amaldan natijasi to'van turdi. Uniki natijasi zaten to'van turdi. İbadet deganni ibodatni qilib ham amalni qilish bu nihoyat yaxshi bo'ladi. Agar u ibodatni qilolmay, ba'zan hamda ro'zdan boshqa namoz o'qish ibodatni qilolmay, u Allohningki qoida prinsiplarini o'zini Qur'onda ko'rsatgan qoida prinsiplarini esida ching tutib, yaxshini qilsa, yana bo'laveradi degan gap. Chunki Qur'oni Karim nima deydi desa, Sura Baqarniki 5-da bir oyatlar bor. Misol nima deb oyat? Allohga va oxiratga ishongan oyatning nimasi shundaqda? Oxiratga ishongan va yaxshi ishlarni qilgan odamlarga falahum alayhim va lahum yahsanun deb tugaydi oyatchi. Ular qo'rq qayg'urish bo'lmaydi, ya'ni jannatga kiradi degan gap. Nima? Nima? Mu'minlar yana mu'minlar, yahudlar, nasoralar, sabiylar deb ve sabiyine deb ahirde men amene billahi vel yevmil ahir deb aşı ahirde geçi aşı ayetini okusa yani Allah ahiret günü işengen Yahud, Nasara olsun, müminler olsun hemisi diyorsa yaxşı işini kılsa o adam cennet girdi. Çünkü o fakat iman etip koyup onundakini öz namazını okup koyup lekin yaxşılık kılmagan bolsa o hiç qanday narsa yaramaydigan gap. Zaten o ameliyatda insan hiç qanday işini hal qılmaydı bu ibadetçi. Şunun bu yerde Kur'an'da nima deydi desa,
ibodatni qilmanglar demoqchi emas. Bu yerda to'g'ri tushunish kerak insonlar. Bu ibodatniki Qur'onda masalan namozniki hech qanday jazosi yo'q. Qazosini qilish yo'q Qur'onda. Bu nimani bildirdi desa, qilsa yaxshi bo'ladigan, qilmasa u gunoh bo'lmaydigan ish ekanligini bildirdi. Hajning o'zimi jazosi yo'q, ham qazosi yo'q. İşler misalda. Shuning uchun buni demakki qilsa gunoh qilsa o'zi yaxshi, ammo qilmasa hech qanday gunohsi bo'lmaydigan bunday ishlar. Ham ro'zaga kelgan vaqtda ro'zani tutmasa bo'lmaydi. Eğer og'riq bo'lmasa uni tutish kerak. Eğer tutamasa o odam qazosini qiladi. Yoki bo'lmay tutmagan bo'lsa, qasddan tutmagan bo'lsa, odam uning jazosini o'taydi. Har kunlik ro'za uchun bir miskinga bir vaqt tomoq berish orqali degan gap endi. Shuning bu yerdagi Masjid-i Haram degan shu ikki kelimaga to'xtalsak, hozirgi vaqtda uni butun insoniyatga emas, shu Qur'onniki o'z vaqt tushirilish o'rnimi Makka va Makka atrofidagi insonlarni ogohlandi degan o'zi Qur'oni Karimdagi oyat va surasining 5idagi litunzira qavman ma unzira abauhum fahum g'afilun degan oyatga asosan sen ota bobosiga hech qanday o'zi ogohlantiruvchi kelmagan shunday bir qavmni sen ogohlantirsa deb shu arab xalqini payg'ambar alayhissalomga mushlarni ogohlandi Qur'on orqali deganning o'zidan o Kabe yani Makka yani haram deymiz hozirgi vaqtda haram aslida yig'ib aytgan vaqtda shu haramning atrofidagi shu yerda 5-600 kilometr keladigan doiradagi insonlarniki hozirgi vaqt Saudiya Arabiston hukumatiniki yani Saudiya Arabiston doirasidagi insonlarniki haj qilish markazi ekanligini asli Qur'on shunday bildirdi. Chunki o Saudiya Arabistonniki nimasi endi u yana o'zi. Shuning uchun bu yerdagi ziyorat qilib hemen ko'rib kelaman andaq payg'ambarni tug'an ekan deb bo'lsa, balkim u yer nurg'ulg'an o'zi yaxshi narsani ko'rishi mumkin. Uning o yaxshi narsani ko'rish orqali balkim savobga erishishi mumkin. Ammo bu yerda bo'lsang gunoh bo'ldi deb biz hech qanday bir yer degan yerimiz yo'q demaymiz. Ammo buning o'zi Qur'oni Karimdagi shu butun 25 payg'ambarlar va 25 payg'ambarning ichida masalan Odam alayhissalom, o Nuh alayhissalomdan chiqarayotgan vaqtda İbrahim Aleyhisselam'dan başlap onun tövbindeki peygamberliğindeki hiç birisiniki o Kabe'ni ziyaret kılışkı kemmegenligi. Onun ümmetlerden hiç birisiniki o Kabe'ni ziyaret kılış için kemmegenligi o Kur'an-ı Kerim'de enek durdu endi. Nima uchun ular kemmeydi şu vaqtni o'zi? Mesela bütün insaniyetniki hac kılışıga selingan bir öy olgan bolsa, ular onu bilmemdi o peygamberler. Nayet yaxşı biletdi. Çünkü ular özüniki bir yaşagan bir yeri var, u yerga bir öy selip hükümet üye. Selip şu hükümet üyede insanlar şu etraftaki insanlarını özündeki dairesindeki insanlarını aşağı idare kılış için öy sağan, şu yer idare kılan. Yani bu Mescid-i Haram degenin özümü aşına koş bir öy diyen gep bana şey kavaklıdır. O vaqtda ne oldu dese her bir millet özündeki bir özü siyasi merkezi oldu diyen gep o siyasi merkezge itaat kılış o milletniki mecburiyet olduğun gep. O vaqtda o milletniki milli kimligi, milli medeniyeti hemme sahadaki narsa yo'qmay davam qiladi degan gap. Ham bizda mushu sahada nayet aciz kelib o'z vaqtidagi ota bobolarimiz, ajdodlarimiz shundoq nim qilib mushu butun Türkiye millatidagi markazi qilib ruhiy uzuqini oldigan markaz qilib shu o'tkanning o'zini shunday belgilab shunday qilgan vaqtning o'zida ashani tashlab etib u yerdagi hozir Tonyuq mango teshi deymiz, mo'yinchur mango teshi deymiz, ashuna nurg'ulg'an o'zi mango tashlar bor. Ash mango tashlarni hozirgi vaqtda mesela Uyg'urlarning ichidan 10 mingda desak bo'ldi, 100 mingda bir Uyg'ur berib ko'mdim bilmaymiz. Misolda ular u yerda bizga qanday xotirlar qoldi. Misolda ajdodlarimiz shu vaqtni tashqi uyib, shu palon tutsan bizning dushmanimiz, bularning mundaq hiyla mikrli, mundaq hiyla mikrli va siz buniki nemisiga tushmanglar deb maxsus bizga nasihat qoldirgan narsa ashadi bor. Misolda bir odam Kabe'ga Makkaga borsa, haramga borsa bundaq nasihatni topolmaydi edi. U yerga berib bizning nasihat erishimiz tamoman mumkin emas bir narsada. Shuning uchun bu yerlik narsa nima bo'lsa, har millat o'ziniki muqaddas biladigan bir o'rni bo'ldi degan gap.
Şu o'rinni ziyorat qilish u millatga nihoyat to'g'ri bo'lgan gap, to'g'ri bo'lib degan gap. Agar o'zi bütün insonlar shu Kabe'nin o'zini hozirgi vaqtda shu Masjid Haromni ziyorat qilish farz bo'lgan bo'lsa, bayqi degan gapga masalan 25 payg'ambarniki ummatlari u payg'ambarni nima uchun ziyorat qilmadi deganga savol tepish kerak. Javob tepish kerak bu yerda. Bayatın abi nimadan Aqsadan Mescid-i Haramga qiblini o'zgartirilganligiga aloqador oyat to'g'risida so'ragandim men. Sizlar bu 5-tushuntirishlarda şu etraftaki insonlarning boshqarilgan bir organni misol, ya'ni shuni temsil qilganligini deb o'tib ketdik-ku qibla ma'nosini. Yani aşağıdaki Peygamber Aleyhisselam belirgen Mescid-i Aqsadan Mescid-i Haramga yüzlengenligi, yani kıblenin buralganligi adı sizlar aytgan so'zni ham dalillaydi ekan. Asli bize adetlengen şekildeki düşünüşümüz başka da. Elbette. Emniyette o şu özanın komandanlık ştabı ne? Sen özanın merkez kıldığı ya göksen, yani şu yani merkez kıtırıp komandanlık ştabı belgilesen boludu diye mana çıkıdı ki hazır. Elbette. Asli doğru şu ki ne? Hem bizde Araplar öz vaktinde 500 yıl muş Araplar besvele muş o besvele mağat taqdirdi mi? Ay davamlıq dinni aşındaq öğretken boğaşqa milletning hammasi aşyan ulug'laydigan o'ziniki qudsal narsalarning o'zini unutib ketgan bunday bir holat shakllanganda bo'lmasa bizniki masalan Atishda Sultan Bo'raxonning qabrisi bor. Aşağıda Odal degan yeri bor. Odal degan ordu aldı degan gap kenda asli. Aş padişahınınki ordusuniki aldı misalda. Bizga aş yerler nəhayət uluq endi mana vaqtda. Aşu bizdeki mukaddes yerlerimiz aşağının özünü unutmazlık, aşağının unutma vaxtında ne oldu dese Uygurlardaki milli ruh davamlıq tirik dururdu diyen gel. Vaxtda. Nurgun yer var bunda nersi misal. Padişahlık, hallık devirlerimiz boğanken diyen unutmayan bulunuz. Misal vatanda şu nemeniki Mehmet Kaşqar'niki şu nemeniki kabristanlığını ziyaret qilib kelgan adam qancha fursat ekanlaydi misal. Yusuf Hasacib'niki nemesini ziyaret qilib adam qancha fursat ekanlaydi. Mehmet Kaşqar'lı Yusuf Hasacib'niki Qutat Qubilik o'sha Turktillar divanini o'qib chiqqan odamlar qancha fursat ekanlaydi. Asosan bu dini kesimdeki insanlar asosan o'qimaydi buning o'zini. 199% o'qimaydi. Hatto og'izdan chiqqan narsa nima desa, o'sha islomni qabul qilgandan burunqisining o'zini biz ajdodimiz deb tunimaymiz degan insonlarni men ko'zim bilib ko'rganman shu dinchilarning ichida. Nima uchun desa, ular kafirlar o bizga oti bo'lam, ajdod bo'lanmaydi deb. İbrahim Aleyhisselam'a butperest atısını atı deydi. Bizimki şerefsizler özümüzdeki özü şundak şeref böyle ötken atı babamızın özünce olursa tunmayım deyip de. Ondan neyse. Bu neyim için şundak oldu diye vaxtda bu özü itikadını bu milli kimlikdeki üstü koyuğalıqtın boğan neyse. Kur'an'da o itikadının özü her adamın itikad özengi. Ama o eğer cemaat oluş Nemis'in noktasını etken vaxtda bütün cemaat beraber halat yaşaş Kur'an-ı Kerim'de farz. Ama şu İslam'daki asas prensip şu. Neymi diye vaxtda adil adaletini asas kılan beraber bütün insanlar beraber yaşayacak bir cemiyetini kuruş İslam diyen gap. Ona İslami bir cemiyet kurganlık diyen gap. O yerde birisi iman et, mümin olsun, yani birisi Hristiyan olsun, yani birisi Yahudi olsun, yani birisi Buddhist olsun. Onunki itikadı hiç kimle alakadar kılmaydı. Hiç kimle münasebeti yok. Bu yerdeki neresi neyim olursa hem madem adalet altıda beraber yaşaştan ibaret bu özü prensipini vücutku çıkırış. Her adamdaki vazifesi. Şu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerinin özünde sılım mümin haleti ülonu diyen bir ayet yok. Sılım Müslüman haleti ülonu deydi. Kur'an'da bayağı şu. Kur'an'da Yakup Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam hemimizdeki nemizde nemelki فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ deydi bu. İlla Müslüman. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَاَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ diyen ayet yok. Şunun için bu yerdeki neresi ne dese, Müslüman anın özünü neme Eslemtu li Rabbil alemin deydi. Şu İbrahim Aleyhisselam demiştim. Bu hemimiz nemini bildirdi. Eslemtu degenin özümü men tinchlikni barpo qilishga bel bog'ladim. Xudo Allah razılığı için diyen gap endi.
Dünyada zaten tinch bir jamiyat barpo qilish uchun men bel bog'ladim deb o'tirib o'zini tashlaganlik. Qur'onning o'zidami siz tinchlik barpo qilg'uchi o'lib ketadi dunyoda. Çünkü bütün insoniyatning vujudida ash narsa bo'lganligi uchun her qanday bir inson adil ve tinch bir jamiyat uchun kurash qilib o'ladi dunyoda. Hozir mana bu bizning jamiyatimiz nurg'un odamlar bu yani 40-50 yıldan keyin bu din, bütün dinler yo'qolib ketdi deb qo'ydi. Bütün başka din yo'qolib ketsin, İslam yo'qolmaydi. Nima uchun degan vaqtda İslam bu adalet aslında beraber yaşashdan ibaret en güzel narsa o'tirib qo'ygan bir narsa, bir prinsip bu. Bütün insaniyat her qanday vaqtda şu adalet uchun, şu beraberlik uchun izlayotganlar sinilmay o'xshash deb adalet uchun kurash qilib o'ldi dunyoda. Bu asla mümkün emas. İnsaniyatli bo'ldikan dunyoda şu Cahangirlarga qarshi, zolimlarga qarshi kurash to'xtamaydi. Mayli har qanday bir davr kelib ketsin. Nur devrdeyiz, falan devrdeyiz. Bunu eşip ketken şunda devre ketsin mi? İnsanlar en ahir noktada İslam için kurash qilmay asla mümkün bo'lmaydi. O İslam deganning o'zini tushunmaydigan o insonlar o yerda davrdi. Tinchlikni yaxshi ko'rmaydigan hech qanday bir davlat, hech qanday bir inson yo'q-ku. Elbette. Biz mesela vatanni azod qilamiz deb ashuna uchun kurash qilyapmiz. Nima uchun? Bütün bizi 70 pushimiz, bütün milletimiz mesela tinch bir beraber yaşaydigan bir jamiyat yashaymiz deb shuning uchun kurash qilayotgan gap bu. Ma Yevropaning o'zida nurg'un millatli bir yerda bir davlat yashaydi ekan, hammasi qonun oldi beraber yashaganligi uchun bu yerdagi bir birisiga undaq nimalarga qarshi chiqish ancha bo'lmaydi ekan, bosim oz bo'ldi ekan, chunki adolat bo'lganligi uchun. Adolat yo'qolgan kunisi bu yerdami param-par chiqib ketdi bu yerning o'zimi. O isyon, o qarşılıkla bu Müslüman ellerinde değil, Müslüman memleketlerde boğandek noktaya kilişki ihtiyaç yokken de söz kılıp anlatalayken, avaz toplar, şeylik yani tiniş şekilde el kılalayken. Elbette. O bu yerde bir adam bana derdim badisi, tutayım bana böyle sola demeydi o Avrupa'da. Ne mi derdin var? Derdi hakkı olsa elmanın hakkı ki. Mesela biz ma balının pulunu ammay bilmezgil kiptikemiz. Qanday bir yarim yilda o'tib ketdi. O'tib ketgandan keyin mana u 3-2 pulni olib ketganmiz. Bir yarim yil o'tib ketgan vaqtda xat kelibdi, pulingni ol deb. Uni u xat yozib hokazo berib ko'rishgandan keyin 3 yil yig'ilib qolgan pulni hammasini berdi-da. Haqqing var ekan deb. Masna haqqing buni sen o'zingning haqqi zot bo'sh olsa deydi. Haqqi bo'lmagan narsani bermaydi. Mandaqda bu yerdagi narsa bu. Bu o'zi buni aytmaymiz adolat degan gap hamda. Xato bilib qolgan bo'lsa ilib oladi sizlar. Xato bilib qolganmiz. Misol biz Norvegiyada biz ishlagan vaqtda, masalan taksi haydagan vaqtda shu jiqaroq to'laylar degan baribir nima Parti to'lab qolsak, qaytarib ber degan narsa kallimizda aniq borda. Shuni 38%, 40% to'laymiz. Eshib ketgan 50% kesidi. Yil oxiri kelgan chaqda undan ya 100 ming, ba'zi vaqt 150, 200 ming, ba'zi vaqt 20-30 ming misolda bosh qaytdi deb keldi. Agar shu oz to'lab qolsak, ya'ni 100 ming, 200 ming ya 40 ming oz to'lab qo'ysa mana to'lab deb keldi. Bunday narsa. Uning uchun bu yerda inson adolatni so'ydi, barobarlikni so'ydi. Har odam o'zi boshqa odamdan to'van yashashni xohlamaydi. Unda bo'lgandan keyin hamma odam barobar yashashni xohlagandan keyin o beraberlik fakat adalet aslında vücut çıkıdı. İslam'daki birinci tüp asası prensibi adalet. Aslındaki beraberlik misalde. Bütün insanlar adalet aslında beraber. Yani kanun aldı beraber diyen gepte. Hazır mesela Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, kandak bir devletniki nemisi olsun, insan hakları nemelerde hemmisi men muş prensip var. Hem adam kanun aldı beraber. Misalde bu halkara itiraf kıldı bunun özüne adette. Şunun için bu yerdeki neresi ne dese İslam'ni barpo qilish har bir insonning majburiyati iymon etish xalq odamning ishi degan gap. Unda hech qanday o'z majburiyati yo'q. Uning ustiga Qur'oni Karimning o'zida din nima degan vaqtda islom. Yana
El-yevme ekmeltu lekum dinikum ve etmemtu aleykum nimeti ve rezitu lekumul İslam dina. Sizlarga İslam din qilib berdim deylik. Onun biz qo'shimcha, ya'ni Allohga ishonish, payg'ambarga ishonish, kitobga ishonish, o ibodatni qilish ishlarini qilsak, xuddi biz nima deyapti ya? Benim üzüknün tepsisi benim köz koygandek degandek bir maqal temsili borku. Altın üzükке yakut göz. Altın üzükki yakutni köz koygandek, yani texinbek güzel oldu. Degan gap endi. Tamam. Shuning uchun bu yerda Masjidil Haromniki nimasi tushunchasi va uniki Qur'onga asoslangan vaqtda uni berish, uni ziyorat qilishga bo'ladigan ziyorat qiladigan insonlar kimga desa, ya'ni shu hokimiyat ostidagi, ashadagi hokimiyat ostidagi insonlarniki ashani ziyorat qilishi yoki u yerga itoat qilishi lozimligini ko'rsatib degan gap. Qur'ondagi bu mazmunga asosan. Ya'ni bütün insoniyatni ko'rsatmaydi degan gap bu yerda. O gaplarga isbot shaklida hamda masalan bu Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam o kelgan din İslam dini dedik-ku, burunki dinlar mesela Hristiyan deb atib olgan bizcha, Yahudi deb atib olgan mushu dinlarmi aslicha asli İslam dini, lekin buni o'zgartib olgan-ku. Agar tamam, agar bularga farz bo'lgan bo'lsa, bular albatta bizim bakroq mening haqqim bor, men haj qilishim kerak bu yerga debchi. Albatta. Saudiyani qo'lda tortib olishim mumkin. Shundaymi? Albatta, 100%. Hozir Yerusalim uchun masalancha qanchalar jangi jadallar bulardi. Ahli salib keldi masalancha. Nurg'ulg'an nimalarni vayron qilibdi. Uning oldida romalar keldi degandekchi. To'g'ri. Qilib jiqishlab olganlar. Shuningga bu Qur'ondagi payg'ambarlarniki shu ish izlarini Qur'onning o'zidan o'qib ko'rsak, bu yerda men hech qanday ko'rolmadim. Payg'ambar alayhissalom agar Makkani fath qilish uchun bormagan bo'lsa, balki bu yerga bormaslik mumkin edi. Kelar yili borganning o'zidami, umrajiga Abu Bakrni boshchilik qilib avatgan vaqtida o'shaga bunga ziyorat qilmaydi, kafirlar ziyorat qilish bo'lmaydi degan buyruqning o'zida baroatun minallohi va rasulihi ilallazina ahadtum minal mushrikina degan shu oyatning o'zini 10 oyat shuning o'zini Hazrat Alining avatganning o'zi nima degan vaqtida shu yildan boshlab burun o'zi Ka'bani, ya'ni Makka shaharining o'zini boshqarib kelgan insonlar shu yildan keyin u yani boshqarish huquqini tamoman amaldan qoldirganligini bildirdi. Boshqarish huquqini amaldan qoldirganligini o'zi u yerga kirib chiqib bo'lmaydi degan gap emas. Chunki Abu Sufyanning uyi o Ka'baning yanida. U yerni uni qo'g'layotgan hech qanday bir narsa yo'q. Hech qanday bir o'zi uchur yo'q Qur'onda. Misol. Shu Abu Sufyan boshchiligidagi shu Makka turayotgan shu vaqtdagi mushriklarning hech birisini qo'g'layotgan emas. Ammo faqatla nima desa, u yerdagi huquqning o'zini qo'lga olishlik, misol. Shuning uchun bu yerda buningga texinbek yaxshi dalil isbot tepib qilimi desa, dalil isbot topsa bo'ladi. Undan keyin o'tirg'i mashina o'zini u mandaqi deb qo'ysa, ilmiy asosda biz bu undaq odamlarga so'z chiqalaymiz. Ammo bu yerdagi narsa nima desa, meniki butun mush Qur'onni qayta ko'rib chiqib qilgan narsamda, u tarixini o'qib qilganimda shu hech qanday bir payg'ambarniki bu Makkaning o'zini haj qilish uchun kelmaganligi, uning ummatlarining kelmaganligi. Bizning vatanga nisbatan deganda o hozirgi bu Falastin deganda o'zi yaqinda Falastin degan bak bo'lsa 1000 kilometr kelganda yoki 1,5 kilometr keldi deyli. Bizniki masalan berib kelishga 6 oy ketgan gap shu vaqtning o'zida. Ashuncha ular uzoq yerga borgan gapda. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda har millat o'ziniki siyosiy markaziga bo'ysunish bu nihoyatda o'zi to'g'ri bir narsa ekanligini Qur'on buni bayon qildi degan gap. Bu yerdagi bu oyat orqali, ya'ni Masjidil Haram degan shu ikki kelima orqali. Yana tövendeki o'qilgan oyatlarni shuni bildirdi. Andaki ma sura Hajniki 67-oyati va likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu degan shu oyatning oxirgichilik shu yana buningga o'xshash yana bir oyat bor. Shuning hammasi nimani bildirdi desa, har bir millatniki
o'ziniki ashundaq bir markazlarning bo'lganligini bildirgan oyat bu. U millat shu markaz orqali idora qilinadiganligi buni bildirdi. Yani hamma odam Arabga itoat qiling, Arabniki yeriga berib pulingizni tashlab bering degan undaq ma'no aslo chiqmaydi Qur'onda. Allah razı olsun. Endi bu shu masjidlarni o'tganda nimqa vaqtim bir qur deb o'tdik. Yana bir qisqa nimqinimizda masjidniki roli nima degan vaqtida shu vaqtdagi roli hokimiyat boshqarish o'rni bo'lib hisoblangan. Ondan keyin o'zi insonlarga qoida qonun chiqarib insonlarni to'g'ri boshqarish markazi bunday aytgan vaqtda hokimiyat markazi shunday bo'ladi. Unda bo'lgan. Undan keyin o'zi insonlarga ilm o'rgatadigan, ya'ni o'zi davomli qashaga insonlarni to'plagandan keyin insonlarga bir narsa o'rgatadigan shunday bir markaz bo'lgan. Ammo bu tamoman hozirgi masjidlarniki ziddi. Shu vaqtdagi masjidlar tamoman hozirgi masjidga o'xshamaydi. Chunki hozirgi masjidlar nima desa 6-5 parazitning o'zi u yerga kirib olib insonlarning qinini sho'raydi u yerda. Misolda qon sho'raydigan parazitlar u yerga kirib oladi odatda. Kirib olib u yerda insonlarni sotadigan misol shu savob bo'ladi, oq bo'ldi, ko'k bo'ldi degan ashundaq yolg'on gap bilan insonlarni har bir yerga setib shundaq o'zi insonlarni vayron qiladigan bir markazga aylanib qolgan. Aslo insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan markaz emas. Aslo insonlarga ilm o'rgatadigan markaz emas. İlimge to'salg'i bo'ladigan, insonlarning o'zini oldiga ilgirlash emas, texinbek pasiflashtiradigan, texinbek o'zi xurofiylashtiridigan, jamiyatni oqitib qaloqlashtiradigan shunday bir markazga aylanib qoladi misol. U aslo bu Qur'oni Karimda zikr qilingan masjidniki maqsadga uyg'un kelmaydi bu hozirgi masjidlar. U buruq masjidlar misol shu payg'ambar solgan masjid nima desa, millatni bir yerda tutib turish uchun selingan masjidlar. Hozirgi masjidlar chu desa, har bir masjidki shu to'pib turgan insonlar o'ziga murid to'plab, o'sha yerda o'zi millatni param-parcha qilib, bir Turkiya qo'sh bir davlatning ichida 30-40 endi oz deb qolganda balkim 30-40 50 atrofida shunday bir mazhablar bo'lishi mumkin. Shunday mazhablarni chiqarib, har bir mazhab to'pisiga 8-10 odam chiqib shu millatni o'ziga ishlaydigan qulga aylantirib o'ylaqda. Bu nihoyat o'zi echinishli bir ahvol. Üçüncü tarafi masjid o'z vaqtida hokimiyat markazi bo'lgan. Hozircha o'zi hokimiyat bilan xalqning orasida o'tirib turadigan. Hokimiyatga xalqniki dardini anglatish uchun o'tirdiki bir insonlarning ma'budiga aylanib, u orqali o'zi hokimiyatga borgan manda bir holat shakllangan. Ya'ni Qur'onda bir shafoatchilar bor-ku. Qur'onda zikr qildigan. Allohning qo'lidagi narsalarni insonlar o'zini shafoatchisi qilib nim qildi degan bir oyatlar bor. Xuddi shunga o'xshash u hokimiyat bilan xalqniki o'tirsida u parazit turib oldi. Turib olgandan keyin andan keyin masalan hozir Pokistondagi gaplar chiqyapti. Pokistonda jamoatlar had hisobsiz boy ekan. Pokiston hukumati dunyoda qalanda hukumatning birisi ekan. Xalqdan kelgan pulning o'zini savob bo'ldi, oq bo'ldi, ko'k bo'ldi degan nom atoq bilan jamoatniki nimasiga yig'ib olgan gap. Şunu o bağmaydigan gap hokimiyatga. Baş to'lash haram deb fatvo. Baş to'lash haram deb hokimiyatga baş to'lmaydigan gap. Qur'oni Karimda hokimiyatga baş to'lash lozim. Qur'oni Karimning prinsipi bo'yicha. O davlat kuchli bo'lmagandan keyin shundan Xitoyning qo'li bo'ldigan gap. Heli Amerikaning, heli biyani bo'libchi. Shu. Masalan bizniki kelsak-chu. Masalan boshqa dunyoni bundaq gap bizniki kelgan vaqtda desa, har yil Ramazon kelgan vaqtida Molla təbliğ qildi. Bunun özünü pekir miskin vakazaq beriş gerek. Bunu muşaga verdi. Bütün Avrupa, Amerika'da yığılgan pulun özünü göldirlep aşı Türkiye'deki Ölümalar Birliği degen aşı parazitlik evetdigan gap. Andakin bula özü u yerda özünün çoğulusunu süzüp eşip qalğanda milletke beren onu bilmeymiz misalda. Ana qısalık. Çoğu ulanın qosaqları yoğan misalda. Savab. Ne vergenlik bolduğan gap. Pakistonda agar haram topgan pul bo'lib qolsa, ana yerga bersa Pokistondan gap endi shu. Agar millat o'ziniki shu
Ma Tibetlarda aytdiki, Tibet buluş sifati bilan har bir Tibetlik nemisini ördiki. Beci. Beji Bedel. desek bo'ldi. Bedel. Bedeli, Tibet bedelini öteydigende Uyg'urlarmi har bir Uyg'ur shu to'g'ri odamlarni saylab tashkilotning beshiga shunaqa o'zining Uyg'urlik bedelini bersa, tashkilotning o'zi vaqt desa, hozirgi vaqtda eng kuchli holatda harakat qila oladi. U tashkilotning beshiga, tashkilotga bormay, u narsa o'ttirda molla orqali vayron qilinib ketdi pulning o'zi. Molla to'sib oldi edi. Shuning uchun bu yerda narsa nima desa, u bizniki ishimizning oldiga mangmayotgan mayli siyosiy davarimiz olsun, mayli iqtisodimiz olsun, mayli ilm fan sohasi olsun, hamma sohada oldimizga birdan bir taqaqub turayotgan narsa axlat mollalar degan gap hozirgi vaqtda. Adisiyalıqı şu futbolgun bir 50 bin euro pul gittikken. Şu He. pulni yig'ib bo'lolmay balla bicharalar yomon bek qiynalib ketdi. Hele Abduqodir Yapchan gap qilib baqdi, hele boshqani gap qilib baqdi. Men dedim, aldı bilan şu futbol halalmi, harommi debchi, harom deb qaraydigan musulmonlar bor futbolnichi. Shuning bilan axirning kallasida anda bo'lgandan keyin bunga bersam men bir nima deb futbol eni yo'q haqninki. Elbette. O bu chiqish so'zlagan bilan mesela yerde dedim. Bayatın sen ben hata anlap kaldım mı ya kaçırıp koydum mu? Hec perz buldu mu? Kanday oldu? Həcning özü mustahab əməl. Çünki Qur'an-ı Kerimdə həm bunu həcc fəaliyyəti deb, yəni qayta yeni bir mövzu oldu məsələn bu. Hı. Bu yerdə bu həcc fəaliyyəti haqqında toxtalğan vaxtda buniki qandaq əməl to'g'riliq məxsus toxtalımız. Hozir mayda haram ay, məsəl haram degan ikki narsa Yaxşı oldu. Yaxşı oldu. Abi bugün temaga alaqadar mening tillerim sal dopuldab ketib qoldi, taqilib qoldim. He, Abi Kıble'nin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Harem'ge mailliqning bağlılığını bilgenlikimiz için sana şunu to'g'rilab berdik degan şekilde mezmunlar bor. He. Ve shundan keyin qiblani Mescid-i Harem'ge qilib o'zgartirildi. Peygamber Aleyhisselam'dan keyin Peygamber Aleyhisselam'ның atrofidagi insonlarga qiblani Mescid-i Harem deb Mescid-i Haramga yüzden sanlı buludu, şunu kıbla kısanlı buludu degan ayet bilan delillengen buldu. Şunun yişimine her insanlar toplumu özünün merkezi sistemimizde öztürüvatkan yerde kısı bulduğalıqına onun kendin kelgenler ayette şerq garip ki yüzkeltirişanlarının hiçbir fark yok. Hemisi Allah'ın zemine diye ayetler güçlendirgen bulduk. Doğru. Ajda bu ortada Mişada yani bir namzoqsanlı boldu siz devir etti de. Yani Mişada yani bir alakka suvaqdan yani bir yere acayip ketip kaldıca. O nima dese ma 5 Türk'nün biz deyatgan saq Türk'nün biz deyatgan namaz. Biz ügünüp kelgen, biz bu zamandan bir qilib kelgen, biz aldab kelgen. Şu namazninki avval suuq acayip ketdi de. Yani kıbla aşan qarab namaz okuyduğun o namazdan hazır biz okuyatgan namazdan kıblısının mı emniyette anda kıbla meskeligi. Ben müşahit ki bir acayip ketkeninde yani dikkatke sunuş tegishlik bir mesele ekan demoqchi menda. Elbette. Shundan ko'rinishi bo'ldiki, haram aylar. Shu hajda masalan haj qilish oylari deb maxsus shu Zulhajji, Zulqa'da, Muharram, shu 3 oyning o'zini haj qilish oylari deb qaraydi-ku. Hem de hazır benim 9. günüsün özü Arafat günüsü deydi, 10. günüsü falan pistan deydi, aşında hanım kılıp nurgulluğun gepler var hem de. Hem bunu da haram ayla degen şu biz onu işçi kirmeyimiz, faaliyet kirmeyimiz çünkü faaliyetini, hacı doğruluk faaliyetini zaten kelerke katımda sözleyimiz. Hem haram ayla degenin özü mü, naiti özü bir mücmellik var. Misal Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresi'ndeki 36. ayette İnne iddete şuhuru indallahi isna aşere şehren fi kitabillahi yevme halakas semavati vel arz minha erbaatun hurum. Zalike dinul kayyim. Fela tezlimu fihinne enfusekum ve qatilul müşrikin kaffeten kema yuqatilunekum kaffe. Ve alemu ennallaha me'al muttaqin diyen ayetinin özde
osmon zamin yaratilgan kundan boshlab Allohning kitobida oylarning soni 12 deb Alloh taolo nima Qur'onda shunday bayon qilganda. Minha arba'atun hurum. Shu val arzdan keyin hech qanday to'xtaydigan bir belgi yo'q. Oxir minha arba'atun hurum deb to'xtaydigan belgini qo'yib qo'yganda. Bu nimani bildirdi desa, minha arba'atun hurum deganning o'zi 4 oy yani haram qilingan 4 oyning o'zimi nimadan desa, 12 oyning jumlasidan degan ma'no chiqadi bu yerda. Yani o tercüm qilgan qanday tercüm qilgan degan vaqtda uning ichidan 4 oy haram oy deb bunday tercüm qilganda. Eğer unday tercüm qilgan vaqtida, yani uning ichidan 4 oy haram oy qas 4 oy o degan vaqtda Qur'oni Karimda hech qanday bir yerda bu 4 oy to'g'riliq ma'lumot yo'q. Alloh taolo Qur'oni Karimda men hammadan tafsil bayon qildim deb bizga desin. Oxirdan andan keyin mo'shundaq o'zi mujmallikni qo'yib qo'ysa, u qanday bu Qur'oni Karim mufassal bo'lgan bo'ldi. Demek ki bu yerdeki neresi neymi degan vaqtda bu yer tercümelik xatolik. Yani o 4 aymo şu Mekke müşrikleri mesela Zulhicce, Zulqa'da, Muharrem, Recep muş 4 ayının özünü haram aylar dep aşındaq bekitipti. O ay mı aslında nima dese 12 ayının içilik ay o dep Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mandaq öz bayan qılıq bunu. Zalike dinul qayyim. Men muşnun özü top to'g'ri din men muşu deydi Allah Teala. Bu yerda haram ay bormi degan vaqtda haram ay bor. Haram deganning o'zini boyatni nima deb biz tarjima qildik? Qilish qilmaslik to'g'risida chiqarilgan belgilamaning o'zini haram dedik, shundaymi yoki? Belgilama. Cheklamalarning o'zini biz o'zi haram dedik. Endi bir oyda misolda Arabning shu vaqtda biz o'tgan yil men atayin bordim mana shu nimaga. Mush 4 oy to'g'riliq ashnim bir ne qilib kelay deb qandaqkina deb 12-oyda borsam 12-oyda 27, 28, ba'zi vaqt yomg'ir yoqqan vaqtda 23, 24 bo'ldi-ki shu issiq ash Makkada. Biz mang'adigan kunisi, nim qaytadigan kunisi o'zi yomg'ir yog'ib ketdi. Yomg'ir yog'di. Shu 21, 22 ga tushib qoldi. Men uchamga bir chaponni kiyib oldim odatda. Endi nima bo'g'moq chaponni bir kiyib oldim. Demak, ashundaq o'zalqi bu 12-oy, yani 11-oy, 12-oy, 1-oyda u alqi issiq olmaydi-ki, uning uchun bu arablar qanday qilgan degan vaqtda hurum deganning o'zi shu 3 oyning ichida urush qilishni harom qilgan. Yani urush qilishni cheklagan oy deb bekitgan arablarcha. Urush shu qabila boshliqlari bu yerga kelib, 3 oyning ichida biz urush qilmaymiz. Andaki 7-oy yana birsi. 7-oyda biz urush qilmaymiz deylik. Nima chiqadi degan vaqtda 7-oyda 60 gradus chiqdi-ki. O 70 gradus issiqning o'zida urush qilsa, urush qilmay o'lib qolgan gap bu odamlar. Issiq o'tiblar. Shuning uchun u vaqtning o'zida urush qilishni to'xtatgan, cheklagan. Hamda ma 3 oyning ichida cho'disa, 3 oyning ichida atrofdagi arab qabilaning hammasi ashaga sotilgan narsalarni akilib, yarmanka qo'shash. Akilib shu Makka shahriga, andaki ashada o'zi sotilganini setib, ba'zan oldiganlar kerak bo'lganlar oldigan gap, sotilganlar shunday qilib ep setib yurib, ashada qilgan ishini 3 oyning ichida qilib oldi ekan endi. Qilib olib, undan keyin o'zi boshqa oyda urush qilishning o'zini ashnaqa bekitdi ekan endi. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqt Alloh taolo u arab mushriklari harom qilgan 4 oymicha 12 oyning ichidagi oy deb nima bayon qilishmaydi. Bu ayrim bir narsa emas deylik. Bundan biz nimani bilib olaymiz degan vaqtda hajjiga maxsus Qur'oni Karimda paloni oyda borishlar degan qarta hech qanday oyat yo'q. Hajjiga vaqt belgilangan emas. Vaqtni kim belgilaydi shu vaqtda? Vaqtni Saudiya Arabiston hukumat belgilaydi hozirgi vaqtda. Yani mevcut hakimiyet deymiz. Mevcut hakimiyet desek mesela qanday bir davr bo'lishini qat'iy nazar shuna to'g'ri keldi. Shu vaqtda qanday bir hakimiyet mevcut bo'lgan bo'lsa, shu mevcut hakimiyet bijil meni manjinchaydan manjinchaygacha orliqda haramni nima Makka shahrining o'zini yo Ka'bani ziyorat qilishga kelgan odamlar bo'lsa, kasb bo'ldi deb uqtirish chiqargan bo'lsa, shu vaqtda bosib bo'ldi degan gap bo'ldi. Yani şu vaqt shuni o'zini nima desa, alqi haram ay, yani haram ay deganing o'zi
Shu vaqt keldi, kelgandan keyin nimalarga boy biz deganga o'xshash Makkani o'zi ziyorat qilgan odamlarga qo'liga tutqizgan narsa bo'ldi, masalan, ziyoratchilarga. Ve vaqancha ishni qilmang, ishni qilmang, masalan, o'z vaqtida ovchilik qilishga bo'lmaydi, o daraxtni kesishga bo'lmaydi, jadal chiqarishga bo'lmaydi, qahva so'qishga bo'lmaydi, pishti pasat chiqarishga bo'lmaydi degan shu Qur'onda misol u yerdagi hayvonlarni ovlashga bo'lmaydi degan maqsad Qur'oni Karimda oyat bor hojilarga. Bu nima desa, u yerga ziyoratga kelib, ondan keyin u Makka shahar va uning atrofidagi narsalarga ziyon solishga bo'lmaydi degan qonunlarni tuzdi. Ash qonun, ash cheklimlarga amal qilish kerak degan gap. Shuning uchun bu yerda harom oy deganning o'zi nima desa, harom oy deganning o'zi hozir men xalqaro nihoyat yaxshi ishlatildi buning o'zini. Misol, ikki davlat urushayotgan bo'lsa, 15 kun ya 1 oy ya 2 oy urush to'xtatish kelishimi tuzaydi. Tuzgan vaqtda shu 2 oyning ichida, agar 2 oylik urush to'xtatish kelishimi tuzgan bo'lsa, her ikki tarafniki shu 2 oyning ichida uni amal qilmay qarshi tarafga hujum qilish harom degan gap, cheklandi degan gap bo'ldi. O'zining shu nemasiga asosan. Qur'onda uning uchun bu yerdagi Makka mushriklarga Alloh taolo o'zi Qur'onda ularga hujum qilsanglar bo'ldi deyishning sababi nima desa, o'z vaqtida Abu Sufyan kelib 10 yillik o'zi kelishim tuzgandan keyin, ya'ni nimaga uni Al-Hudaybiya sulhida 10 yillik kelishim tuzgandan keyin ash tuzumning nima shu kelishimni buzganligi uchun uning o'zi Makkani ishg'ol qilishga ruxsat qiliqliq. Uzinallazina degan shu bir oyat bor. Ular izni berildi deb shu mushriklar Makkaliklarga qarshi urush qilishga izni berildi deb maxsus o'zi Qur'onda oyat bor. Bu nimani bildirdi degan vaqtda kelishim tuzilgan oylarni urush qilish yani urush qilmaslik kelishimi tuzilgan urush to'xtatish kelishimi tuzilgan urush to'xtatish kelishimi tuzilgan vaqtning o'zida nim urush gapni qamlashtirmay ketdimda urush to'xtatish kelishimining tuzilganligi u nima desa harom oy degan ma'noni bildirdi shuni o'zi. Harom vaqt misolda. U harom nima degan vaqt cheklangan, urush qilish cheklangan vaqt degan bildirdi. Hozir eng oddiysi ikki davlat savdo ishlarida, sayohat ishlarida masalan Amerika 12 davlatni sayohat qilishga, 13 davlatning fuqarosini sayohat qilishni cheklabdi misol. U qanchalik vaqt chekildi? Shunchalik vaqtning ichida 12 davlatniki odam 12 davlatdan u yerga berib sayohat qilish bo'lmaydi, cheklandi degan gap bo'ldi. Xuddi shunga o'xshash narsalar bu degan gap. U harom desa u yerga berib o'zi bu halol harom yeb ichadigan narsa to'g'riliq narsa emas bu. U yerda qildigan ishlar to'g'riliq, sotadigan narsalar to'g'riliq. Masalan, nurg'un davlatlarda paloniyatni go'sht ekib sotishga bo'lmaydi. Misolda, nima deyman, Norvegiyada boshqa davlatni go'sht ekib sotishga bo'lmaydi degan bir qoidasi bor. Shvetsiyani go'sht eksak, bizni tutib olsa, go'shtni tortib tepsiga 5 batman jazoni qo'ydi misolda. O nima degan bo'ldi? O'zimizningki narsalar bor, bu yerda o'zimizning qo'y kallari bor. Uni setishimiz kerak bu xalqqa. Uning uchun u sirtni go'shak emasligimiz kerak deydi. U yerda u davlatlar orasida, ikki davlat orasida go'shtchilik qilishni, go'shtni akilishning o'zini bo'lmaydi degan o'zi go'shtni biz olmaymiz degan qarta kelishim tuzilgan. Unda qo'ygandiki u yerda go'sht setish cheklandi, ya'ni Shvetsiyaning go'shtini akib setish cheklandi degan bo'ldi u yerdagi masala. Xuddi shunga o'xshash narsa bu. Çünkü bu yerda harom oylar degan so'zning o'zida misolda jadal chiqarish, ya'ni sayohat qilib ashaga haj deganning o'zi Ka'bani 7 qatim oylanish va kaza deganni o'ylaydi insonlar, undaq emas. O haj degan so'z shu Makka shaharni, Ka'ba olsun, ash atrofni hammasini ziyorat qilgan, yana hammasini ziyorat qilib, u yerda ilm setim qilib, u yerda masalan boshqa bir shirkatlar hozirgi vaqtda kelishim tuzab, savdo kelishim bo'lamdi, anda kelishimlarni tuzab, kaza qilishga bo'ldigan mundaq bir narsa ko'rsatdi hozirgi sharoitning o'zida. Men mushuning o'zini nima desa, yo'l qo'yilgan oylar, ya'ni u yerga berishga yo'l qo'yilgan oylarni ko'rsatdi. Ya'ni u hozir bu musulmonlar ash 4 oyning o'zini harom oylar deb hozirga tutib keraklik. Bu nimani bildirdi desa, Makka mushriklari payg'ambar alayhisolamdan burun ash 4 oyni shu vaqtda bekitib qo'ygan musulmonlar Qur'onni tushirib tashlab etib,
Aşı Mekke müşrikleri bekitip koygan aynı aynen işitip gelecek hazırlıkçılık. Onun için bu yerdeki Mekke müşriklerindeki işini kıvatımız ise açık geldi ama ameliyatta onu sürüştük gelse aşağıya bir takıldı. Hazır diyor dese ma Saudiya Arabistan hükümetinden kutlu yılga mançı 100 bin adamın kilişige biz ruhsat kılımız dep tünügü ben okudum o näsinin özüne. Demek her bir devletke aşını karta sanını düşürdü. Moşindeki adamın kesip oldu. Biz bunu kubul kılalayımız. Deydi. O bir kilişim. Çeklim aşı şu. Misal. Haram degenin özü aşı şu. O mancıca ayı mancıca ağırlıkta kesip oldu degenin özü. Mesela 5 ay içinde kesip, 6 ay içinde kesip oldu. Yani 1. ayın 10. ayı kesip oldu degendek mındaq näsini gösterken bolsa şu 10 ayının hemmesini modise aşağı berişki bolduğan aylar hesaplandı. Bu yak bağan adam meyli hacı kılsın, meyli ömrü hacı kılsın, hacı kılgan boludu. Yani Kur'an'da zikir kılınışta hacı 2 kıl oldu. Femen haccel beyte evi etemere fela cunah eyyette bihima diyen ayetin asasen ya hac ya ömrü hac. 2 yıl okşaş hacı hesaplandı. Bir kısım adamlı var, ömrü hac olmaydı. Hac hesaplanmaydı dediğin gepli var. O hata neyse. Yani bizge nispeten bizniki ziyaret kılışımız, bizniki özümüzniki aşında kutsal yerlerimizi ziyaret kılışımız birinci orun toktaydı. Onu da eşip kalkan vaxtda çet ellerine çıkıp mesela o Saudiya Arabistan'a varıp o yerlisinin özünü ziyaret kılsak mı ya ki İsrail'e varıp o Beytül Mukaddes ya ki başka yerini Angliya kip Norgu yeri var gördüğün her özü imperialniki merkezlerini ziyaret kılıp o yerini aldığın tecrübe savak, o yerden aldığan derslerini elip özümüzün vatniki misal milletiga fayda yetkizdiğin näselerini kılsak o buluverdi. Sayahat kılıştaki maksat şu. Şu Kur'an'da ular özü şu halak kılıngan kavimlerniki halak kılıngan şu rayullardan ütüp kömedi mi o? O yer nurgun deliller var mesela harabılıklar var. Aşına qarab ibret almadı mı diyen nurgulluğa ayetler var. Biz aşına onun için bizi bir yer seyahat kavakda berip o yerdeki tamaklarını yep içip o yerdeki kiyimlerini kiyip kiliş emez. O yerde nemi yenilikler var. Milletimizge, vatanimizge nemi gerek? O yerde biz nemilerini köydük, vatandık o neyse gerek mi gerek emez mi? Misalda bundak neslerini nem kılıp milletke onu ögütüş. Bu nazar tutuldu seyahatniki maksudi. Çünkü bu yerde haram ay diye vaxtda asla özü şu müşrikler to'xtib qo'ygan 4 ay hesaplanmaydı. Hazırki vaxtda Saudiya hükümeti qaysi ayda kilishni yo'l qo'ygan bo'lsa, shu ayda berish o normal ahvol hesaplandı. Yani eğer aşağı bir adam bo'lsa, bo'lmasa u yerga berishning o'zi hech qanday nemisimi yo'q odatda. Biz mana bu hajji faoliyati nemisda buni nihoyat keng ko'lamlik millatga bo'lgan foyda ziyon haqida to'xtalamiz. Shu vaqtda bu to'liq bo'lmasam ama bir qur deyildi. Yani bu yerde Mescid-i Haram bilen haram ayla benim hoşundaq. Mescid-i Haram şu yerdeki, şu etraftaki insanlarını kontrol kıldığan, idare kıldığan merkez, kanun prensiplerini çıkarıp idare kıldığan merkezini gösterdi. Haram ayla degenin özü etraftaki insanlar şu merkezinin özünü ziyaret kılış, şu yer ticaret kılış, vakiza bekitken aylarını gösterdi. Asla o yerde ibadet diyen bir narsa o hesap kılınmaydı. Bu yerdeki ular özü liyeşhedû menafi'ahum diyen ayet var şu hac faaliyetinin ahırsa. O yerde ibadetine ya savapka hazır olsun diyen bir ibare yok. Ular özlerinin menfaatlerine şahit olsun deydi. Demek o yerde neyme dese öz vaxtida kabileler kilip o yerde kabilelerdeki özü başlıkları kilip o yerde satıdığan, aldığan neslerini, mandaq neslerini satsak oldu, ma ayının içinde kesek oldu, akgök degende kilişimlerini tüzgendekin o yerde ep setip kaldık o menfaat paydalıdığan gep. Şu paydaları şahit oldu diye mananı bildirdi. Hayatınki düşündürüşlerinin hammasidan men manda jiqqaldim da, lekin sizning oxirgi ishingizda boshqa chiqdi. Yani Mescid-i Haram demek qoida tuzum belgilemelerini chiqardigan o'rin. Haram ayda şu belgelemelerinin muddeti deb tushungandim da. Unda yani şu qoida tuzumlarni chiqardigan zaman kimda o? Qoida tuzum misal endi qoida tuzum e'lon qilingan icra kılıngan zamanını bildirdi bu. Bu yerde
ayıpga vurmağın lekin müş körümen kırındaşlardan tartip müş bundikin kördiğanlardan tartip etmeyden ve ekrandan aldı kendiki dostlar deydiğimiz. Moşu mezmunlar düşündürgenden ama benim göz aldığımdan başka bir örnek ötmedi çünkü benim gözümde gözümde başka narsa bolmaganlık için bolsa gerek. Bu sizin dayatqanlarda hazır ayni Jondan Xayning yig'indan chiqyapti da. Hem bu asli bu hazır deyilayotgan nima desa, bu iymon munosabatli ish emas bu-chu. Ha? İslamga munosabatli bo'lg'achqa, islom degani bir tuzum. Tuzum degan davlatniki tuzum bo'lgan narsa. Shuning uchun bu yergi narsa nima desa, shu vaqtdagi davlatning tuzumi ijro qilinadigan bir markazini, bu davlat tuzumlarini unda tasvirlayotgan gap. Shuning uchun biz halqi bu yer ibodat iymonniki nuqtasini qarab olmay, bir davlatniki halqi markazi va davlatning tuzum chiqarish nimalari, xalqni boshqarish, idora qilish usullarini bunda tasavvur qilganimizda bu to'g'ri kelgan gap. Parlamentda Şunun qaragan chaqda Xitoy davlat boshqarish tuzumlarini bizdan yaxshiroq o'rganibdi işte Qur'ondan yani. Albatta. Hamda bu Xitoyniki tuzumi bilan yana bo'libmi Sharq yoki Afrika deymiz, O'rta Sharq deymiz, bu sharqdagi davlatlarniki tuzumiga Qur'ondagi tuzumga o'xshamaydigan yeri bor-ku. U nima degan vaqtda Qur'ondagi bu islomiy tuzum orqali insonlarni boshqarish. U Xitoyniki tuzumni yezib qo'ydi, tuzum orqali boshqarmaydi uni o'zini. Yani qonun yo'q bu yerda, siyosat bor. Qonun yo'q. Uningdagi davomli bir odamniki ideologiyasini butun shu mamlakat ichidagi insonlarning hammasi tanidi majburan. Masalan, o'z vaqtida Mavzuning ideyasi. Mavzuning 5-tom deymiz, ashunday tomlar bo'lgan, ashulni qilib kunda shu mavzuning tanlarini masalalarni o'rgatgan ashunday ishlar bo'lgan. Keyin hozircha desa, hozir Xi Jinpingniki nemasi, ideologiyasini tashkil qilgan gap. Demak, bir insonning ideologiyasini butun insonlar din qilmanda o'rgatdi-da. Ya onu bilan selishtirishga hech salohiyat to'shmaydi Xitoyninki. Lekin men demoqchi o'g'lim mening ko'z oldimdan nima chiqayotgan narsa, biz Xitoydan eski yoki bizga tajovuz qilganlik uchun, zaminimizni sivag'ligimiz uchun uni yomon ko'ramiz. Nafrat qilamiz. Lekin uning davlatni boshqarish taktikasida Qur'onda belgilangan belgilamalardan foydalanganligiga hayron qilyapman-da men. Albatta. U mavzuning necha qatim o'qib chiqqanda, bu Mao Xi Jinping qancha qatim o'qigan bilmaymiz endi. O siyosiy tuzumlardan onu davlat boshqarishi bu narsalardan Qur'onga yaqin etkildi degani qat'iy bo'lmaydi. Chunki zaten uning maqsad g'oyasi boshqa bir tuzum u. Bu Mao Qur'onda bir odamdan o'g'inish degan bir narsa mavjud emas. Masalan, Muhammed Aleyhisselam'dan o'g'inish yoki Abu Bakrdan o'g'inish da. Muhammed Aleyhisselam'ning ideologiyasiga varislik qilish. Abu Bakrning ideologiyasiga varislik qilish degan bir narsani Qur'oni Karim cheklaydi. Qur'onniki prinsiplariga amal qilish. Bu xuddi g'arbniki qo'shishchi, g'arbniki masalan, buni o'tib ketgan, masalan, o'lib ketgan Elizabetni o'g'inish, Elizabetning o'z ideologiyasini varislik qilish degan bir narsani asla bu Angliya hukumati bazoq sanmaydi. Bu yerda hamma odam qonun ijro qildi. Hokimiyat o'rilib ketdimi, butun o'zi parlament a'zolari hech qaysi birisimi qolmasimi, ya'ni davlat ketilaverdi. Hech qanday problem chiqmaydi. Ama Gollandiyada yaqinda yana birlashma hokimiyat yana parchalanib ketdi. O yana hukumat yo'q hozir o'tirdi. Benim ishga kelganlarga 5-qatim ekan bu. Hukumat yo'q, lekin sudda hech narsa bir narsa o'zgarib qolmaydi. Çünkü bu nemildi Yevropada Qur'on ashunda aytdi, Qur'on bir o'zi tuzum orqali, bir sistem orqali dunyoni boshqarish. Davlatni boshqarish ne qilganda, o'rgatganda sistem orqali davlat boshqarish. Sistem oldida butun insonlar barobar adil bir sistem oldida butun insonlar barobar holatda yashash. Buni asos qilgan. Endi bu sharq masalan shu Xitoy deymiz, shu g'arb davlatlarining sirdagi butun davlatlar nima degan vaqtda hammasi bu qonun yoki tuzum orqali emas, bir odamga bog'lab boshqardi-da, bir odam tuzum o'xshash. Bu o'z vaqtidagi Budda diniga o'xshab ketdi. Masalan, hozirgi shu mollalar bor-ku, shu molla hammasi sharq yana shu o'z vaqtidagi payg'ambar alayhissalom yoki payg'ambarlarniki qarshisidagi insonlarniki davlat boshqarish sistemasini tashabbus qiladi. İnsonga itoat qilish.
Onun için biz Peygamber Aleyhisselam anı kılgan, Ebu Bekir manı kılgan, onun için şunu karşını kılışımız gerek. Biz neme için ularni karşını kılımız? Misalda biz ularga öz ta'lim beriyotgan bir merkez var. Haydi. He. Kur'an shundaymi yoki? He. Shu Qur'ondagi prinsipga biz amal qilamizda. Masalan, Payg'ambar alayhisalom u vaqtda o'zi bir narsaga mundaq jazoni kesgan bo'lsa, hozirgi vaqtda biz Payg'ambar alayhisalom qanday jazo kesgan bo'lsa, shundaq emas, hozirgi ahvolga qarata u jazoni biz qanday kesamiz. Buni bundaq ijro qilishni bildirdi Qur'on. Uning uchun Qur'onning prinsiplari halqi evrensel ma o Türkning bizda nima degan universal demdikmi? Universal, zamonaviy yani. Alem shumul. Alem shumul yani. Alem shumul yani. Hech qanday bir zamondagi cheklimizga uchirmagan darajada bundaq bir prinsip egida. Shu prinsip asosan ish nima qilish. Har odam Qur'ondagi shu prinsipdan udul foydalanish, asla orliqqa vosita qo'ymaslik. Mayli payg'ambar bo'lsin, mayli sahoba bo'lsin, mayli kim bo'lishini qat'iy nazar. Qur'onning bevosita o'zi ta'lim olish degan ma'noni bildirdi. Bugungi temada yana bir muhim mazmundan birisi nima bo'ldi desa, o'sha dinchilar, ya'ni atalmış mollalar sınıfı değil. Atalmış mollalar sınıfınınki hakimiyet bilan xalq orasidagi bir sistem şekilde işlegenligini deb o'tib ketildi. Yani aslidagi tüzümde mescid tüzüm qoidani belgilangan o'rin bo'lsa, mollalar asli shu yerning qoida prinsiplarini o'tirg'a chiqargan qonun chiqaruvchilar rolini o'ynagan bo'lsa, to'g'ri bo'ladi ekanda, unda emaskin hozir. Bu bu Türkiye'deki bir devlette mesela 100 mingdan beşti olsa 200 ming tane adam var degan gap, bir devletniki ordusu kadar şundaq jiq adam var degan gap diniy sohada o'qigan odamdan. Bu adamlar o'tirdi mesela devletler xalqning o'tirisi yani bir baldaq bo'lmay, devletning qonunini texnik mükemmelleştirish uchun devletga uni ne qilgan bo'lsa, hokimiyatga bevosita o'zi yordam qilish holatiga yetgan bo'lsa, devlet taraqqiy qilgan gap. Hozir misol her bir vaqtniki qancha 100 milliondan mesela dollar bo'lishi mumkin. Hokimiyatga vaqtga hokimiyat qarshi chiqma petochilik o'xshash misolda. Yani devlet için devlet o'g'liqlik mesela. Qur'on men shundaq bo'lishini o'zini cheklaydi. Hamma odam bir merkezga bo'ysunish, hamma odam merkezda barobar bo'lish, asla o'z orliqda bir vosita qo'ymaslik. Buni o'zi mushu odat, yani mushkil şekilde rol ilişi Muaviye'den keyinki hakimiyette kademe kadem çıngıp gitip muşundaq normalleşip kalgan mı qandaq? Yani bilirsiz? Yani muşundaq hakimiyetliler xalqning orasidagi bir seliqligicha rolni o'ynaydigan bu xil funksiyani Muaviye'nin zamanında başlagan mı qandaq? Yani yıldız albatta, nima degan vaqtida Peygamber Aleyhisselam orliqda hech qanday vosita qo'ymagancha. Şoňa halqi masalan tarjimonini o'qiganlar nima qilsa Peygamber Aleyhisselam her bir maliga bir tal meshit silib va kaza qanliq to'g'riliq bir rivoyat bor. Hech narsa yo'q. Birli masjid bo'lgan deyishdi. Birli masjid bo'lgan. Demak, bu yergi narsa nima desa, butun o'zi shu nimaga hokimiyatga bo'ysunish qo'l qo'ygan qabilaning hammasi bevosita hokimiyatga bosh bo'lgan shu vaqtning o'zida. Agar orliqda mollani qo'yib qo'ysa, u molla yana shu suzishni o'tkazib, beminch o'ziga ep qilib, hokimiyatga eshib qolgan aytgan gap hozirgi masalan Turkiya, Pokistonga o'xshash bo'lgan gapda. Jamoatlari degandek. Uning uchun buning o'zini tamoman amaldan qoldirib o'tdik, mollani amaldan qoldirib o'tdik. Hozir shu islom mamlakatlari deyotgan mamlakatlarda bütün mollalarning hammasini aş maaşını to'xtatib lekin yo'q qilib tashlasa, misolda imom bo'lsang, o'zing vaqtini chiqir imom bo'lsa, hech kim mani bir tiyin berish bo'lmaydi. Bir tiyin olgan bo'lsa, buning o'zi jazolanib deb turtasa, hokimiyat to'g'ri kuchli qilsa, u vaqtda u namoz o'qigan namozmi bu namozdek namoz bo'ladi. Uningdek hokimiyatmi o'zi har jihatdan mukammallashtirgan gap. Hozir hokimiyat davomli Tayyip Erdo'g'an deydi, devlet qurib oldi debchi. Devletin içinde yani bir devlet var. Ya yana köz aldığım yana Xitay geldi benim. Eyki burmanlar Xitay vatanının ki şu mescitlerinin hemmesinden vakfisi yığıp algan şu zamanında.
He. Hemmisinin vaqtisi yig'ib olgan. Yig'ilib, nimaga muazzinligi bir ozgina, lekin imomlarga birazdan maosh berib yurib, o'g'lim ashta qilib olganda, yani bu yerda demoqchi bo'lganimiz, Xitoy tadqiq qilibdi masalan adam. Elbette, elbette. Tadqiq qilib chiqib, hokimiyatga shuning faqat shu ziyonliqkan bu deb ana suzib anda qo'llanibdi-da. Ama Türkiye'de şu vahbidin, o vahbid işlerganlık maaşı örtçü. Ha. Hatalık aşağıda. Vahbinin pulunu tamamen hakimiyet özü ötküzülüp, hakimiyet özü bir vasıta maaşı verse o vakti başkası olgan gibi. O dinni suiistemal qilish u Xitoyda ham emas, burun Yevropada bo'lgan ishlar uchun. Paris imperatorligi deymiz, mayli Vizantiya, Rim imperiyasi deyilamiz uchun. Hammasi shu dindan foydalangan. Bu yergi maqsad Alloh faqat mushundoq dindan foydalanib sizlarni aldab ketadigan, bunda mollalar bo'lsin yoki hukumat bo'lsin yoki nima bo'lsin, poplar bo'lsin. Bununla aldanmanglar deb deyilgan gapda bu uchun. Şoň bu o garip devletleri öz wagtynda şu çirkawny selewip hem şu halykny paramparça qılıp, o mezhepni jykylygy aýda bolganda eken, bular andakin halky inqilapny qozgap, 1540-njy ýyl etrafynda başlapdyk şu wagtda. Şu wagtda özü başlangandan eken 150 ýyl dowam kılıp, bu ýerde halky bütünlei bu dinçiligiň özü hakimiyetin neticesi aciz halet düşkenden keyin erken bular to'xtagan. Keyingi hozirgi vaqtda ko'rsa, hozir hakimiyet sodiq bo'lgan odam shu nimaga pop bo'la oladi misol. Hozir mesela Uyg'urlar bek tarafga ketib, qattiq dunyoning eng taqvo musulmonlari ular. Hozir xristianlarninki amalni qilib qolgan ishlatmayotgan chirkovlarni setib olib dast qilyapmiz-da masalan-chi. Elbette. Onun ismi Fethi. O şunda. Başta O öyle. Hollandaga vaqtida beşiktal meşit kirdik, qarasa türüfü setipdi. Çirkawnyň özüne. Hem de neme olmasın bir kapırının bir öz ibadethanesi azaydı dep öz hoşup ketdi. Çirkawny satqan adam hoşup ketdi de. Bir hurapilik çömüdüq aýatdan qutuldyk dep hoş boldy da ular. Hemen Avrupalıqlyma bizim ýerde musulmanlar besip ketdi, İslam dini besip ketdi dep İslamofobiyni yeýiş üçin paýdasy barçy. Elbette, elbette. Küzeyňe tutmuşmuz buna. Çirkaw hazır mescit bolap hazırçı. Menda bolup gitdi da dikkat kılınlar depçi. Şu. Şoňa ilki Peýgamber aleyhissalamyň zamanyndaky, yani peýgamberleriň zamanynda selingan mescitleriň roli hazırkı selingan mescitlerin roluga tamamen zıtçı. O mescitler insanlarını yaxşı tarafga yetekleydigan, insanlarını özü qutquzydigan, insanlar bilim öğütüdigan, ahlak öğütüdigan, mundaq bir merkez qıldygan, meseleni hal kıladigan bir merkez olgan. Hem hazırkı mescitler, hazırkı mescitler insanlarını nadallaştırdigan, partilaydigan, hurapilaştırdigan, şoraydigan, hiç qandaq meseleni hal qılmaydigan, mesele peýda kılgan orunga aýlyp kaldy. Pulu ne? Qıtlatny şoraydigan, şundaq bir orunga aýlyp kaldy. Şonuň üçin bu halky bizge onlarsa meşitki anda bunun özü meşitki öşleyen gapını kılışmak mümkün. Lekin bu meşit özündeki rolunu yokatkan deken onunla öş buluşumuz lazım. Yani yani mescitte gepde endi mescitning Allah'ın üye dediğim yani bir kalpıqı var hem de. Allah'ın üye yok. Allah'ın bir makan olduğundan dek. Allah öyle lazım emez. Ya neyim ismi hakkında tükenmez. Bundan bir gol çabuk adamın oğuyunu tuğak. 27 sahaba ondan keyin. O bu depçi çıkıpçı. İnsanların putunu şu çalmaydigan narsalar. Mesela Allah'ınki İslam hakkında düşügen prensiplerini emelge aşırış için aşırılan merkez hem de. Mescid degençi aslında. Peygamber onun için o yerde o işini kılgan. Ama hazır onu emelge aşırış emez. Nemdistek olduktan hiç bir narsa okşat bolmaydy hazır mescidki işlerini. düşmanlikni yaydigan, mezhepçilikni yaydigan, kişilerni miňisini ýuýdigan. Aşında ýer desek hata bolmaýdy. Şu doğru. Hökümetniň ketmeni çapydygan bunda şu siyasi maksat üçin paýdalanýan. Düşmanın ketmeni çapydy zaten. O bizdeki aşı
nima dema bütün mush ishbuyullikni Xitoyga ishlaydigan xoinlikning o'zini masjid imomlar qildigan gap. Shu masjidga kirgan odamning kimning yuragi va shu mahalda kim o'zi sal Xitoy qarshi gap qildi, ashuni hamma tizimdagi imom orqali saqchiga bordi. O'ras. Bizning bu yerda bir o'sha nima bir og'inimiz degan tashning o'zini shunday deb ishlaydi. Go'mildan vaqtida shunday ketdik u. Ben degemde birey, ben şu 96 yıl, 3. yanlış Müslüman oldum. O sırada ben Vahabi vaktimde de. Şunu da ben daima Ürümçideki Abdülrahim Maksum Hacım'ın ki mescide yürüttük. Amin deyip diyen, vakırısı diyen, yüreklerimiz diyen, bile titrep zaten. Maşallah. Yemin diyen, bu Evet. kudretlik bir din bu, heyvet bu deyip şu. Şuna koşup gittik de. Sahabeler mescide varsak, eğer ki Hüseyin Karacı bu amin demesen Allah anlaydı onu şu. Demiş kaza vakıf presler. Şişin 90'ın bunu da deydi de mi şu. Aslında kalıp bu işkisi rahmetli ülep gitti. Hüseyin Karacı bağdı. Aşı nimede durup hutbede durup birbirinden etişi düşüyor. Birbirinden düşüyordu. Ama lakin birlik sepki vakat çağda yığında üstlerde oturup yani çırayla yığını anlap kildiğin gap değil mi şu? Evet. Xitay faydalanışqa usta değil mi şu? Ama şu dapqa tushgan po'chaqda o'ynaydigan gapda usulgandi. Doğru. Hayret. Mavi hecning farz emasligi haqida bugungi nimaga ham bir tamg'a urdik-da. Yani hec qilish odatda biz odatlangan 5 turukning birisi deyilayotgan bu turukning va xuddi namozning turukiga o'xshash saxt turuk ekanligini desak, oyat vakinde mi mesela hecga aloqador? Bu oyatlarni qanday tushunamiz endi? Qasi. Mesela Ali İmran'ın 97. ayeti, hecning 22'den 27'gacha bo'lgan ayeti. Müşki 3 ayetni aytibdi. Ya o yerda haji qilish to'g'riliq oyat bo'lgan bo'lsa, xuddi namoz o'qinglar degan o'xshash oyatlar. Namoz o'qinglar deganlikdan namoz o'qimasang gunohkor bo'lib ketsa, jahannam kirib ketsa degan gap chiqmaydi. Namoz o'qing, namozlarda insonlar nima qilgandan keyin namozni o'qinglar, o'qigancha mandaq shaklda o'qinglar deb uning o'zini insonlarga bayon qiladi. Xuddi shunga o'xshash insonlar u yerda haji qilayotgandan keyin buning o'zini nimada nusuh deb ataydi. Bu arab nimasida nusuh deganning o'zi urf odat yoki nima deymiz, mana turkcha nima deydi shuni? Geleneksel deydi. Ya nima shu urf odat degan, urf odat kültür va shu arablar davom burun qilib kelgan bir urf odat ishi bu-chu. Hem uni u yerda darhol tashlayanmagandan keyin buni qilgan vaqtda mandaq shaklda qilinglar deb uni faqatlanqi qilinadigan usulni o'zgartirib o'tdikda, uni burun masalan Lat Uzza to'g'riliq but qilgan bo'lsa, Qur'onda bor shu narsa. Şirik narsalarni chiqarib aytganda. Shirikni chiqarib o'tib, Alloh uchun qilinglar uni, Alloh rizoligi uchun qilinglar deb oyaga belgilab qo'ygan. Ammo u qilmagan odam uchun degan vaqtda kelar qatim so'zlaymiz uni. Vallohu g'aniyun hamid deydi. Qilmagan odamga Allohning hojati yo'q deganing o'zi, uni qilmasang hech qanday uni gunohi yo'q. Qilmasang qilma. Va lekin qilgan vaqtda men mandaq narsalar qildim. Nurg'un narsalar bor Qur'onda. Qilish to'g'riliq oyat bo'lsa-mu, lekin uni qilganda qilmagan yaxshi degan ma'noni chiqargan oyatlar bor-da. Chunki sen buni mandaq qilyapsa, bunda qilganingni qilma. Agar qila olsang men ma'ni qil deydi-da Qur'onda. Cho'ngalqi kelar qatimda hammasi chiqdimi shu nimaniki haji qilish, hajniki masalan nima deymiz, ehromdan tortib, shu qartoshni suyishni tortib, hamma narsani shu vaqtda bir qurdan deb o'timiz shu qo'limda mana sharoqqa hamma narsa bor. Unda olsa ma bugungi temidan yangi kirib ketgan mecbur qoldik emas. Albatta shu. Men bugungi shu Mescid-i Haram bilan Haram oylarga aloqador mazmunlar asosan yoritilib bo'lgan bo'pti hozir. Hecning bayonlari va hecning aloqalari mesela hecga oid aloqador mazmunlar oldimizga program qilindi hozir. Bo'ldi. Mayli. Men bir narsani
Xo'sh. O'sha bugun nihoyat yaxshi gaplar bo'lindi. Shunga aloqador bir ikki pul she'r o'qib o'tayman. Yo'l He, qo'ysam Adil To'niyozning he. beşini okumayman, ayağını okuyman. Meyli Hı. tur Parij'nin güzeli bilen, yanına Hı. üzünün emeste külken, eslaysen nem kılıp kolyaklıkını, vatanda derdinmi üzünün derdi. Vatanda yığanmı öz tilin bilen. Milyonur bob ketkin bari bir yerlik, kalender aldıda bir kepen mi yok. Her kim bakalaydı küzünge soğuk. Meyli sen şarap iç altın kadehte, bir küpük çıksıla üstüge leylep, okusam yazılgan vatan degen xat. Berlin asmında körüsen her keç, cemiki yıldızdan Uygur küzünü. Mukaddes büyü Meryem çirkavi, körüner sen ösken tar koçudaki bir küçük bir mescitte Uygur'un salgan. Hech qilib Makkaga barsang mubada, tuyular yurtingda qolgandek xudo. Mubada do'zaxda bo'lsinmi vatan, mangu bir muhojir jannat kimu sen. Vatan, vatan. Chiroyliqdir hamma narsasi. Chiroyliq uning qayg'usimi ham. Güherdir, almadır, xushbiroq guldir. Vatan dalısida ko'rgan to'ng tezak. Eysadır, Musadır, yurtun ademi. Yat yurtu tuqqanmı tuyulmaz dostek. Vatanda bir natunuş bala yugurib o'tgan bo'lsa oldingdan, 100 yildimi chiqmas yodingdan. Tillab solgan bo'lsa ilgari, o'z elingda, o'z tilingda, o'z tapalmaysan dunyoda hozir. Şu tildimi güzelrek bir söz. Adil Turniyaz'dan Kaşgar'daki yer şari. Hı. Evet, güzel şiir ekan. He. Şu, Bizga bunda she'rlarni o'qigan vaqtimizda bu xatolashib ketgan ozg'un gapni qilib qolibdi deydigan narsalar kelib oladi-ku. Ya'ni hazm qilolmadik bu gaplarni. Şu. hı. Ma dinning Qur'on manbalik tushunchasi qaytib chiqqandan keyin nima ekanligini, nimaning shakli, nimaning mohiyat ekanligini bir qarab toniy oladigan, ma bu urgan palta ma ko'takning mayirga kelibdi ekan deyadigan bir nima shakllanibdi-da odamda. Burun nechqa o'qigan bo'lsam, manda tamomlagan bugun boshqa yana qayta o'qish bir nimam keldi hozir buyoqqa. Benim ha, Ezdeyse Alkün ma, bunda bir kitap çıkarıp diken Uygurların şiiri doğrulukçu. Yaxşı görünmeye kaldı. Tüngen aş Karacım'ın üyüge çakırgan şeye gitip etip, poyuzda aşı şiirini tep okudum şu. İngilizcesine. Bir yerde 100 tane şiir var İngilizce. He, Acayip nıkıp kettim hem de şu. doğru. Başkası oldu. Bir gün şu var. Şunun için bu yerdeki şu Kur'an'daki hazır biz Mescid-i Haram bilen haram aylar doğru toxtaldık ama buniki bizniki Uygur milletiga aşı maxsus aşı o'rinni, aşı Araplarning aşı Arabqa eylini merkezleştirganligi uchun sağan ziyonniki biz topgan ziyonning qanchalik og'ir ekanligini his qilishimiz lozim. Qur'ondagi aşı mazmuniga butun 25 payg'ambarni misol oldik. Aşı mazmunga biz Qur'ondagi haj qilish faoliyatlarini tatbiq qilgan vaqtida bizniki o'zimizning muqaddas yerlarimizni ziyorat qilish biz uchun nihoyat yaxshi bir ish ekanligini Qur'on ochiq bayon qilyapti degan. Yani her milletin o'ziniki muqaddas narsalari bor. O'zini millat esidan chiqarmaslik bu nihoyat muhim bir ish ekanligini o'zini bildirgan gap. Chunki insonlar boshqa insonlar bilan o'zining barobarligini vujudga chiqarish kerak. Biz uning uchun kurash qilmasak davomli o'z ostida turavergan gap. Uning uchun o'z barobarlikni vujudga chiqarish uchun o'zimizniki milliy kimlik doirasidagi munosabatli narsalarni nihoyat ching turishimiz, uning uchun kurash qilishimiz, vatanni, millatni nihoyat o'zi hech qanday bir vatan, hech qanday bir millatning vatanidan, millatidan kam emasligini his qilishimiz nihoyat yaxshi bir narsa. Qur'on mana shuni bizga eslatadi.
Aş dinni yaxşı düşengenlerinin bazılarından bir şiirlerde bir misra isim geldi hazır. Ayak astımdaki tüpurak mukaddes secdegayimdir degan bir misra. Gel Biladigan adamlar çıkışı ne kıldı ol Vay tamam. vay vay vay. Yani aşındakin. Abdullah Hayır. Birinalqı biri eğer Bersimi vatan kişenme cennet kişenmemesinindir vatan degan. Yelqi şiirini sildigendek men beşida anılganda vatanda anılgan vaqtida hatta sirqi chiqibmichu kallada yeshilmay mas yurgan vaqtlarimizda shu ananli videonimiz bilan. Nauzubillah deb yoqamizni tishlayapti. Yani izgi tuta deydik. Endi hozir endi qanday holat o'qib o'tibdi desa, uni o'zgartib, jannatni chiqarib etib, boshqa bir narsa deb aytibdi. Rahat dedim filmdeydik. Rahat deydi. Shunga majbur bo'libdi-da endi. Aşı mollalar aşı eyipler yürüp aşına mecbur kıptı o. Olmasa birisi bana bersin cennet keçelemeyimsin da vatan degan top doğru gap de o. Biz Ya bu bu dünyada ustiga- özümüzün cennetini yaratammasak, bu dünyada qanday cennet kiremiz misal? Hem onun ustiga tashviqotning hammasi nima desa, agar sen vatanni deb bir ish qilsang, jahannamga kirasan deb tashviq qilinadi. Top doğru. Haqning mingisi yo'liqliq. Qanday bo'lgandiki, ashuna deganligimiz uchun hozir Xitoy hukumati ashuni majburiy qilib o'zgartirdi. Va jannat, jahannam degan gapni tart hozirchi. Dinsiz bo'l, o'sha o'zingninki bizning gapimizni anglaysan deb. Yani vatan bo'lmag'achqa dinmi bo'lmadi axir demek. Shu. Şu aşının muhimligini tushunganlik uchun Qur'onda bizga tavsiya qilgan, yani boshqarishni o'rgatgan, alohida kuch chiqargan mazmunning birisi vatanni qanday boshqarish keyin, ha? O Kur'an tamamen devlet başkuruş, bir Devlet cemiyet başkuruş. başkuruşuna göstermez mi o? O İşte. fakat ibadet demez bu. İbadet diyen işki talı neyse. Shunday yani mushunun muhimligi ne? Bilganlik uchun insoniyatga qanchalik muhim ekanligini. Buni Evet. na ching tutgan ekan. Doğru. Bo'ldi, rahmat. Men chekindim, ishkalon qoldi. Ben şu şiirini okudum, Bahtı şiirini okudum. Rahmet Ustaz şu sözlügen derslere ve hazıremde en mühim boğan nasıl nemişkenlikini ortaya çıkarılır mı şu? Bunun şu üzümüzde bilim olmasa Kur'ani bir düşünce olmayan vakti da başkaları aldap bizim için. Her kanda yege bunumuzga çülük ötküzep, aş topakla ep mangandek, aynen mangalaydı. Pilnima kichikina bir jip bilan hamma yerga söylep mangalaydigan gap. Doğru. Shunga Qur'onni obdan o'qisak, yaxshi o'rgansak, bu din deb bizga yuturayotgan narsalarningki nimaninki Allohning so'zi, nimaning emasligini obdan bilsak, inshaalloh texmi oz qurbonlik bilan, behuda qurbonlik bilan saqlanishga foydasi bor. Şunu so'zlayapmiz. Endi bu yerda bu gapni qilsak, ustoz hargizmi Muhammed Aleyhisselamga dushmanlik tashviq qilgan yerimiz yo'q bu yerda shu. Elbette. Biz şu Muhammed Aleyhisselamning elchilik vazifasi bilan yetkazgan şu Qur'onni tashlab etmayli, chin esleyli, hatta qiyomatda Allohning oldida mening ummatim Qur'onni tark etdi yoki shu Qur'onni e'tiborsizlashtirib qo'ydi deb Allohga shikoyat qiladi. Shundami ya? Biz Qur'onni tashlab qo'ymayli deb shuni o'tirishyapmiz. Buni to'g'ri tushunsa bo'ladi, qarindoshlar. Rahmat ustoz. Oldu. Kelar qatim inshaalloh shu hajning farz yoki emas yoki nima to'g'riliq Qur'onda nima asos bor? Shu to'g'ri. Ben hazır yollap koydum. Ben müştahırlık toxtulumuz. Həcc fəaliyyətləri haqqında toxtulumuz. Tamam. İnşallah. Boldu İnşallah. vaxtda. Oldu rahmet. Allah'a 98 yılında emanet. həcc fəaliyyətləri toğrusunda görüşümüz. Uçaqçı suallarınla bolsa təyyarlab bizə ivətsənlər biz ustazğa yetküzümüz. Rahmet. Allah'ın özü emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.